Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarındaşlar anlavatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 6. tomu tefsir bölümünü okuvatımız. En'am suresi'nin tefsirini alakadar edisler. En'am suresi'ne alakadar edislerinin köpüncüsü Seyipken sahihleri evet azken İmam Ahmed ve El-Kebir'ninki rivayetide Iraqi senede Esen degan rivayetide Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala bendisiga qilgan gunohlariga qaramay dunyoda yaxshi ko'rgan narsalarini bersa bu tuydurma yalokat gapirishdan iboratdir degandan keyin buni oyatni o'qigan. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chog'da ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Tabranining rivoyatida yana zulm qilgan qavmning elchisi quritildi, ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jami hamdu sana payg'ambarlarga yordam berib, kuffarlarni halok qilganlik uchun olamlarning parvardigori Alloh xosdir degan oyatmi zikr qilingan. İmam Müslim'nin rivayetinde Said radıyallahu anhu'dan mınaq rivayet kılındı. Biz 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikte turattık. Müşrikler Peygamber aleyhisselam'a bularını qoğulup etken, bularının biz bar sorunga hazır boluş salayeti yok dedi. Said mındaq deydi. O yerdeki 6 kişi men, İbn Mesud, Uzeyl kabilesinden bir kişi, Bilal ve men ismini bilmeydiğen yani 2 kişiydi. Bu sözünü alğandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin konuga bazı oylar kelgan edi. Allah Taala bunu ayet nazil qildi. Allah'ın razılığını dep etdigende akşamda Perverdigar ibadet kıldıqlarını yanından qoğulup etmegen. Ularning hisobidan sana hech narsa yüklenmeydi. Yani ularning qilmishlari uchun sen javobgarlik tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yüklenmeydi. Ularni qo'g'lab etsang zolimlardan bo'lib qolasan. İmam Ahmed'nin ravileri işençilik rivayetide Ubey ibn Ka'b radhiyallahu anhu Allah Taala'nın "Ey Muhammed, ular aytqan ki Allah sizlarning ustinglardan Nuh ve Lut alayhissalamning qavmiga ashabul filga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'inlar ostidan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib birlashtirib, ya'ni urush qilib biringlarning azobini tetish qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizga qaragan degan oyat haqida mundaq degan. Bu 4 ishning hammasi azobdir, hammasi cho'qim bo'lmay qolmaydi. Ravi mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomdan 25 yil keyin uning ikkisi yuz berdi. Kishilar firqa bo'lib bo'linib, bir-birining azobini tetishdi. Qolgan yer yutish bilan ko'kdan tosh bilan so'qishdan iborat ikki balami cho'qim bo'lmay qolmaydi. İmam Buxariyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytqanki, Alloh sizlarning ustinglardan azob avatish qodirdir degan oyat nozil bo'lganda, Payg'ambar alayhissalom zoting bilan panohlik tilayman degan. Yoki ayg'inlar ostidan degan oyat nozil bo'lganda, Payg'ambar alayhissalom yana zoting bilan panohlik tilayman degan. Yoki sizlarni urush qilib, biringlarning azobini tetish qodirdir degan oyat nozil bo'lganda, keyingi ikkisi sal yengilroq dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. İman aytgan, imonga zulmni şerikni aralashtirmaganlar degan oyat nozil bo'lganda, bu oyat musulmonlarga qattiq ig'ir tuyulib, "Ey Rasululloh, qaysi birimiz zulm qilib salmaymiz?" deyishgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu oyatning ma'nosi sizlar degandek emas. İmoniga zulm aralashtirmagan degan imoniga sherik e'tiqod aralashtirmagan deganlikdir. Sizlar Luqmanning o'z o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'lim, Allohga sherik keltirma, chunki sherik eng chong zulmdir" deganligini anglamadinglarmi? dedi. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma
Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarning qo'yiladigan va qarorlashtiriladigan bir joyinglar bordir. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik degan oyat haqida qo'yiladigan joy dunyo, qarorlashtiriladigan joy bachchidandir degan. Termizining sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir to'p kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, biz o'zimiz o'ltirgan molni yeymiz-yu, Alloh o'ltirgan yemamdoq" degan edi. Alloh taolo Allohning oyatlariga iymon keltirguvchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zurriyat bo'lmoqchi yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nima ish qilmaysizlar? Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergashib bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhasizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol, harom deb haddidan oshqishlarni obdan biladi. Oshkora va yashirin gunohlarni tark etinglar. Shubhasizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mo'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb sabiy qilinmagan ayollarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhasizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan da'talash qilishga vasvasa qildi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar degan oyatlarni nozil qildi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Alloh taolo Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar degan oyat bilan Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar degan ikki oyatning umumligini amaldan qoldirib, ahli kitob bo'g'izlagan molni buning sirtida tutgan holda, bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarning tamqi sizlarga haloldir va sizlarning tamqinglar ularga haloldir degan. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Arablarning bilimsizligini bilishga qiziqsang, Sura An'amning bunu oyatini o'qigin. Hamoqatlik va nadonliqlardan bolalarini o'ltirgan va Alloh nomini yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: 3 narsa bor bo'lib, ular o'ttirig'iga chiqsa, Parvardigorining ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon aytmaganlarning yoki iymon aytib yaxshi qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ular quyoshning g'arbdan chiqishi, Dajjalning chiqishi va zamindan bir to'liq hayvonning chiqishi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning Parvardigorining ba'zi alomatlari kelgan kunda degan oyat haqida quyoshning g'arbdan chiqishi degan. Tabaranining As-Sag'irdagi sanadi yaxshi rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhaga mundaq degan: "Ey Oysha, diningda bo'lginchilik qilib turli firqalarga ayrilganlar bid'at va havoyivas egilaridir. Ularning tavbasi qabul bo'lmaydi. Men ulardan ado judaman. Ularmi mendan ado judadir." İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh azza va jalla bandan biror yomonlikni ko'ngliga puksa, toki uni qilmagan qadar yozmanglar. Qilib qolsa bir yomonlik yozinglar. Mendan qo'rqib uni qilmasa, uning bir yaxshilikning savobini yozinglar. Agar bir yaxshilik qilishni ko'ngliga pukib, uni qilmagan bo'lsa, uning bir yaxshilik yozinglar. Agar u bir yaxshilikni ko'ngliga puksa va amaliyotda qilsa, uning shu yaxshilikning badaliga 10 dan 700 yastigich savob yozinglar" deydi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yuqorqidek rivoyat qilgan bo'lib, bu rivoyatda 700 yasdan ko'p savob yozinglar deydi deyilgan. Shuning bilan Sura An'amning tafsiriga aloqador hadislar tugadi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bölümünü o'qiyapmiz.
Bugün Araf ve Enfal surelerining tafsiri haqida kelgan sahih hadislarni o'qiymiz inshaalloh. İmam Müslim'nin rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumadan undaq rivayet kılındı. Cahiliyet devrinde ayollar Kâbe'ni yalamaç adette tavaf kılattı ve kim men tavaflık kiyim berip durdu deydi. Andan özgü berilgen kiyimni elip öwretini yögüp algandan keyin bugün bunun yani öwretning hammasi yoki bäzi içilip kalıdı. İçilip kalganıgımı qaraşdyrys emas deydi. Keyin bunu ayet nazil boldu. Ey adam balları, her namaz vaqtida yoki tavaf vaqtida öwretinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar, yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Vaqid Laysi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hunaynga chiqqan kuni mushriklar qurollarini esib qo'yib cho'qinadigan Zatu Anvat ismli bir tut daraxtning yonidan o'tib ketayotganida sahabalar: "Ey Rasululloh, ularning Zatu Anvat daraxti bo'lganidek bizga Zatu Anvatdan birini qilib bersang" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Subhanalloh. Musa'nın qavmi, ey Musa, bizga ularning butlar o'xshash but o'rnatib bergin degandekli ish bo'ldi-ku bu. Jenim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, ilgari o'tganlarning izini bosmay qolmaysizlar" dedi. Razinning rivoyatida mundaq kelgan: Oyoq oyoqqa ya o'qitki bir pay yana bir payga jipslashgandek ilgari o'tganlarning izini birma-bir bosmay qolmaysizlar. Hattoki burunqilardan onasiga ortilganlar bo'lsa, sizlardanmi shundoqlar bo'ladi. Ammo burunqilardek mo'jizaga ibodat qilamsizlar yoki qilmamsizlar buni bilmayman. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilib o'tdi degan oyatni o'qigandan keyin bosh barmog'ini chimchiliqining uchiga tekkizib turib, mushinchilik ozg'ina tajalli qilibdi, tog' cho'kib ketdi. Musa behush bo'lib yiqildi degan. Abu Davudning Dümbisini silash degan iboradan boshqa sahih degan rivoyatida Muslim ibn Yasar Juhani mundaq rivoyat qiladi. Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan o'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular: "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularning guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor, gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni zaloq qilamsan demasliklari uchundir degan oyatning ma'nosi so'ralgan edi. U mundoq deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mushu oyat to'g'risida so'ralganda u mundoq deb javob bergan edi. Alloh azza va jalla odamni yaratdi. Onundan bir bölük neslini chiqarib, bularni jannatga yaratdim. Bular jannat ahlining amalini qiladi degandan keyin dumbisini siylab, onundan yana bir bölük neslini chiqarib, bularni do'zaxga yaratdim. Bular do'zaxning amalini qiladi dedi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, hamma ish bitilib ketgan bo'lsa, undaq nima amal qilib yurimiz?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: Allah azza va jalla bir bandasini jannatga yaratgan bo'lsa, uni jannat ahlining amalini qilishga muyassar qiladi. Natijada u jannat ahlining amali ustida vafot bo'ladi. Shuning bilan Alloh uni jannatga kirgizadi. Bir bandasini do'zaxga yaratgan bo'lsa, uni do'zax ahlining amalini qilishga mubtalo qiladi. Natijada u do'zax ahlining amali ustida vafot bo'ladi. Shuning bilan Alloh uni do'zaxga tashlaydi dedi. Tirmizining
Albani Şerhul Akide Tahaviyye degan kitobida sahih degan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo odamni yaratganda dumbisini siylagan edi. Uningdan Alloh taolo uning pushtidan toki qiyomatgacha yaratilgan butun naslning ruhlari tushdi. Alloh har bir insonning ikki ko'zining orlig'iga parlab turgan nur qilib, ondan ularni Hazrat Odamga ko'rsatdi. Odam: "Ey Rabbim, bular kimlar?" deb so'radi. Alloh: "Ular sening nasling" dedi. Adam ularning ichidan birini ko'rdi. Uning ko'zlarining orliqidagi parlaq nur uningga bek yarab ketdi-da, "Ey Rabbim, bu kim?" deb so'radi. Alloh: "Bu sening naslingdan oxirgi ummatga keladigan Davud degan odam bo'ladi" dedi. U: "Ey Rabbim, uning umrini qanchalik qilding?" deb so'radi. Alloh: "60 yil" dedi. Adam: "Ey Rabbim, uningga mening umrimdan 40 yil qetib bergin" dedi. Keyin Hazreti Adamning umri oxirlashib, o'lim farishtasi yetib kelganda u: "Mening umrimdan yana 40 yil qolmadimi?" deb so'radi. Farishta: "Sen uni farzanding Davudga berib etmadingmi?" dedi. Hazreti Adam buningdan tinib turib oldi. Mana shundan tortib uning avlodimi tandi. Odam unutgan edi, avlodimi unutdi. Odam xatolashgan edi, avlodimi xatolashdi. Tabaranining Al-Kabir'da rivoyat qilgan ravilari sahih hadisning ravilari bo'lgan hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Alloh taolaning: "Ey Muhammad, ular, ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik, ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton opirida bo'lishi bilanla gunohlardan bo'lib ketdi" degan so'zidagi kishi Bani Isroil olimlaridan Bal'am haqida nozil bo'lgan. Tabaranining Al-Kabir'dagi ravilar sahih hadisning ravilari bo'lgan yana bir hadisda Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, yuqorqi oyatdagi kishi Umayya ibn Abu Salitdir. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundaq degan: "Apun do'stlikqa, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadallar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadallarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in" degan oyat insonlarning axloqi haqida nozil bo'lgan. Abu Davudning sahih rivoyatida mundaq deyilgan: Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni kishilarga siyliq muomala qilishga buyurgan. İmam Buxariyning rivoyatida Said ibn Jubayrning mundaq deganligi rivoyat qilingan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Anfal surasining qachon nozil bo'lganligini so'rasam, Badrda nozil bo'lgan dedi. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Said radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Badr g'azoti bo'lganda bir qilishni elib kelib, "Ey Rasululloh, Alloh taolo mushriklardan o'chimni elib berdi. Toza buxadan chiqdim. Shunga bu qilishni menga bergan bo'lsang" desam, payg'ambar alayhissalom: "Bu mening emas, sening emas" dedi. Men: "Bu qilich menchilik ishiltilmaydigan birisining qo'liga tushib qolmasin deyman" dedim. Keyin payg'ambar alayhissalom qishimga kelib: "Sen uni mening emas chog'da so'rgan eding. U endi mening bo'ldi. Uni sen berib etdim" dedi. Shuning bilan Alloh taolaning: "Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Alloh va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar" degan oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Alloh taolaning: "Shubhasizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir" degan oyat Bani Abduddar jamoatidan bir qancha kishi haqida nozil bo'lgan. İmam Buxariyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Jahl
Ey Allah, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi Alloh taolo. Sen ularning ichida turgan chig'ingda, ya'ni seni hurmatlashi yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chog'da Alloh ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning Masjid-i Haromga kirishini to'svatsa, Alloh ularga nima azob qilmasin? Ular Masjid-i Haromning egilari emas. Masjid-i Haromning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'liq bilmaydi degan oyatlarni nozil qildi. İmam Müslim'nin rivayetinde Uqba ibn Amir radıyallahu anhu mundaq rivayet qiladi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin munberinde turup düşmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha kuch tayyorlanglar degan oyatni o'qigandan keyin bilib qo'yinglarki asosli kuch o'q etishdir. Bilib qo'yinglarki asosli kuch o'q etishdir. Bilib qo'yinglarki asosli kuch o'q etishdir deganligini anglagan edim. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Agar sizlarda chidamli 20 odam bo'lgan bo'lsa, düşmandan 200 ni alaydi degan oyat tushganda, bir musulmon 10 düşmandan, 20 musulmon 200 düşmandan qochmaslikka buyurilgan edi. Keyin Alloh "Endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi" degan oyat tushib, 100 musulmon 200 düşmandan qochmaslikka buyurildi. Sufyan ba'zi rivoyatida "Müminlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgan. Agar sizlarda chidamli 20 odam bo'lgan bo'lsa, dushmandan 200 ni alaydi" degan oyat tushganda, 20 musulmonning 200 dushmandan qochmaslik farz qilingan deyilgan. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Agar sizlarda chidamli 20 odam bo'lgan bo'lsa, dushmandan 200 ni alaydi degan oyat tushganda, bir musulmonning 10 dushmandan qochmasligi farz qilingan edi. Bu hukm musulmonlarga intayin og'ir keldi. Orqadan yengillitilgan hukm nozil qilinib, Alloh hamda sizlarning yurtinglarni yengillatdi degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan musulmonlarning sabrchilik ko'rsatish kerak bo'lgan dushman soni azaydi. Abu Davudning Hasan va Sahih rivoyatida Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Badr g'azosidan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asirlardan fidya olgan edi. Alloh taolo payg'ambarga zamonda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib, ya'ni mushriklikning ayvisini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asirlardan fidya olish loyiq emas edi. Ey müminler, sizler fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi, fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'lardinglar degan oyatlarni nozil qildi. Ya'ni fidya olganliginglar uchun demakchi. Keyin Alloh taolo musulmonlarga g'animatlarni halol qilib berdi. Abu Davudning Hasan va Sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Alloh taolaning iymon etganlar Allohning va Allohning payg'ambarining söyish yuzidan yurtini tashlab hijrat qilgan, pul-mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlar, ya'ni muhojirlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansariylar, ana shular albatta bir-biriga egidir. Yani bir-biriga yordamchidir. Bir-biriga rasuldir. İman etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan ularning o'ttiranglarda taki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishingiz kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turuvchidir degan oyatni nozil bo'lgandan keyin Arabiy muhojirdan miros ololmaydi. Muhojirmi Arabiydan miros ololmaydi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga gaplardan eng haqliqdir. Shubhasizki, Alloh har shayni bilib turuvchidir degan oyat nozil bo'lgandan keyin u oyatning hukmi amaldan qoldirildi. Şunun bilan elhamdülillah Araf ve Anfal surelerining tafsiriga oid sahih hadislar tugadi. Alloh hammalarning payliq ilmini ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Muhterem aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jamul Fawaid min Jami'ul Usul ve Mecmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bölümünü o'qiyotimiz.
Bugün okuyduğumuz Beraat, yani Tevbe suresinin tefsiriga alakadar hadisler. Bu surenin tefsiriga alakadar hadisler biraz uzun, sahih hadisler. Şunu sabır kılıp ahırgacha yaxshi anlaşılganını ümit kılıman. Taberanining Al-Awsatda rivoyat qilgan raviylar ishonchlik rivoyatida Huzayfa radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Sizlar Tevbe suresi deb atagan sure Azab suresi bo'lib, sizlar uningdan biz o'qiganning 4dan birini o'qiysizlar. Ya'ni bu sure aslida uzun bo'lib, bir muddatdan keyin qolgan qismi amaldan qoldirilgan. İmam Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatida Said ibn Jubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhuga Tevbe suresi desam, o Tevbe suresimi? Belki o Faziha suresidir. Yani rasva qilg'uch suredir. Chunki o surede ulardan undaqlar bar, bulardan mundaqlar bar deb kishilarni bir-birlab tilga olib turuvdi. Kishilar o surede birarsimizmi qolmay zikr qilinib bo'ldiqmi nima deb o'ylab qolishdi dedi. Men Anfal suresi shu desam, o Anfal suresi Badr g'azoti to'g'risida nozil bo'lgan dedi. Men yana Hashr suresi shu deb so'rasam, o Hashr suresi Bani Nazir to'g'risida nozil bo'lgan dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu shu yili, ya'ni Hijrining 9-yili meni Minadagi qurbonlik kunida mushu yildan keyin mushrik odam haj qilmaydi va Baytullohni yalang'och tavob qilishga bo'lmaydi deb jakarlug'ishlar qatorida avatgan edi. Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alini Bara'a suresini e'lon qilish uchun keynidan avatdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Alimu qurbonlik kuni biz bilan birga Minadagi kishilarga mushu yildan keyin mushrik haj qilmaydi va Baytullohni yalang'och tavob qilishga bo'lmaydi deb e'lon qildi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu shu yili, ya'ni Hijrining 9-yili meni Minadagi qurbonlik kunida mushu yildan keyin mushrik odam haj qilmaydi va yalang'och odam Baytullohni tavob qilmaydi deb jakarlug'ishlar qatorida avatdi. Shu yili Abu Bakr arablarning kelishimlarini amaldan qoldirdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj qilgan vidolashishida bir mushrik haj qilmadi. Zuhri mundaq deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu shu yili xaloyiqqa e'lon qilgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vidolashishini ado qildi. Keyingi yili bir mushrik hajga qatnashmadi. Abu Bakr mushriklarga jakarlagan yili bunu oyat nozil bo'ldi. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijrining 9-yildan keyin ular Masjid-i Haramga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Aslida mushriklar hajga kelsa, tijorat uchun mol olib keladigan bo'lg'achqa, musulmonlar ulardan foydalanadi. Alloh taolo mushriklarning Masjid-i Haramga yaqinlashishini cheklab o'tgandan keyin musulmonlarning ko'ngli mushriklar olib keladigan molning uzilib qolishidan ko'ngli yerim bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan ma'ni qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhasizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Uningdan keyingi oyatda Alloh taolo jizya ilishni halol qildi. Uningdan burun jizya ilinmaydi. Alloh taolo buning bilan mushriklardan oladigan foydaning o'rnini to'ldirib berib mundaq dedi. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi, e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar bilan Allah, ya'ni o'zining kitobida va uning payg'ambari, ya'ni sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haqdan, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib jizya to'lagunga qadar urush qilinglar.
Allah Taala musulmonlarga jizyani halol qilib bergandan keyin ular buning mushriklar bilan savdo qilib oladigan foydadan afzal ekanligini tunib ketdi. Tirmizining sahih rivoyatida Zayd ibn Usayidin mundaq rivoyat qilinadi. Men Ali radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni Makka ga avatganda qaysi ishlarni yetkazishni topilgan deb so'rasam, u mundaq dedi. Menga mundaq 4 ishni yetkazishni topilgan. Jannatga faqatla musulmon kiradi. Ka'bani yalang'och kishi tavaf qilmaydi. Mush yildan keyin musulmonlar bilan mushriklar Makkada jam bo'lmaydi. Kimning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ahdinamasi bo'lsa, uning ahdinamasi o'z muddatigacha inovatli bo'ladi. Ahdi tuzishmagan yoki tuzgan ahdinamasi muddatsiz bo'lsa, 4 oygacha muhlat beriladi. İmam Buxariyning rivoyatida Zayd ibn Vahbdan mundaq rivoyat qilinadi. Biz Uzayfa bilan birga edik. U agar ular ahli bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrning katta boshlariga urush etsanglar, ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q degan oyatda to'g'ri keladigan kishilardan 3i munofiqlardan bo'lsa, 4li qilib qoldi dedi. Bir Arabi sizlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bizlarga so'zlab berganlar bilan biz tushunolmaymiz. Sizlar munofiqlardan 4li kishi qoldi deysizlar. Undaqda bizning o'ylarimizdan teshib, mollarimizni o'g'irlayotganlar kimlar dedi. Huzayfa, ular fosiqlardir. Shundaq, munofiqlardan 4li qilib qoldi. Ularning biri o'zi ichgan suvning sovuq ekanligini sezilmagudek darajada qirib ketdi dedi. İmam Müslimning rivoyatida Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munbiri qashida edim. Bir kishi islom diniga kirgandan keyin hojilarni suv bilan ta'minlashdan boshqa ish qilmasam bo'laveradi dedi. Yana birisi islom diniga kirgandan keyin Baytul Haramni obod qilishdan boshqa ish qilmasam bo'laveradi dedi. Uchinchi biri sizlar degan ishlarning hammasidan jihad qilish afzal dedi. Ömer ularga kayıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin munbir aldıda avazlarını kötürmanglar. Bugün cuma günüdür. Cumani o'qib bo'lgandan keyin Peygamber aleyhisselamning huzuriga kelib, sizlar talash tartish qilgan masalalar haqida so'rab beray dedi. Shuning orqadilla Alloh azza va jalla buni oyatni nozil qildi. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjid haramni obod qilishni, Allohga oxirat kuniga iymon etgan va Alloh yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar? Allah'ın nazarida ular o'xshash emas. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Tirmizining Hasan hadisida Adi ibn Atim radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bo'ynimga oltin kir sosgan holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Adi, bo'yningdagi butni tashlab o'tgin" dedi. Men yana payg'ambar alayhissalomning Biraat surasida ular o'zlarining ibrlarini, rahiblarini, Yahudiler bilan Nasaralarning din boshliqlarini, o'limalarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi degan oyatni o'qiganligini. Ondan amaliyotda ularga ibodat qilishmaydi. Ammo ularga bir narsani halol qilib bersa, uni halol qilishadi, harom qilib bersa, harom qilishadi deganligini angladim. İmam Buxariyning rivoyatida Zayd ibn Vahb bundoq deydi. Rabaza Madinadan 3 kunlik joydan o'tib ketib Abu Zar radhiyallohu anhuni uchratdim. Uningdan qandoq bo'lib bu yerda turib qolding deb so'rasam, u mundaq so'zlab berdi. Men Sham dedim. Muaviya bilan oltin kumush to'plab sakatini bermaydiganlar haqida ixtiloflashib qoldim. Muaviya bu oyat ahli kitob haqida nozil bo'lgan deb turib oldi. Bu ayet ahli kitap hakkında nazil bo'lgan deb turib oldi. Men bizning haqimizdimi, ularning haqida nazil bo'lgan deb turib oldim. U Osmonga maktub yo'llab, shu oyat haqida talash-tartib qilganligimizni aytib, mening ustimdan shikoyat qilgan edi. Osmon menga Madinaga kelgan deb xat yozdi. Shuning bilan men Madinaga qaytdim. Kelsam kishilar xuddi meni burun ko'rib boqmagandek atrofimga o'lishib olib, Shamdan Madinaga qaytib kelish sababini so'raydigan bo'lib qolishdi. Bu ahvolni Osmonga ma'lum qilsam, u menga "Xohlasang o'zingni chetga kelib, Madinaga yaqinroq joyda tursang bo'ladi" dedi. Bu joyda turib qolishimning sababi mushu. Navoda ular menga habashlik qora qulni amr qilib belgilab qo'ygan bo'lsa-mu, so'zni anglab, uning bo'ysungan bo'latdim.
Tabaranining Al-Avsatdagi raviyleri ishonchli rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Arablar 2 yil orqa-orqadan o'xshash bir oyda haj qilib, 3-yili boshqa bir oyda haj qiladi. Natijada haj 25 yilda bir qatimla o'z vaqtida ado qilinadi. Mana bu Alloh taolo kitobida tilga olgan oyni orqaga surishning dal o'zi edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Makka bosh bo'lib haj qilganda shu yili haj dal vaqtiga to'g'ri kelgan. Şuna Allah Taala onu çoğ haj deb atagan. Keyingi yili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haj qilganda kishilar oyni yangi boshdan sanashga boshlagan edi. Peygamber aleyhisselam zaman Allah Taala osmonlar bilan zaminni yaratgan kundagidek asl tartib bo'yicha aylandi dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Allah Taalaning ey Muhammad Allahqa ve ahiret günü işindiğanlar senden malları bilen, canları bilen cihat kılışkı ruhsat sormaydı. Allah takkadarlarını obdan bilidu degen ayetini Nur suresindeki Allahqa ve onun peygamberiga iman etken kişiler kamil müminlerdir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larida payg'ambardan ijozat so'ramaguncha ketib qolmaydi. Sendan ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ichidagi xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir degan oyati amaldan qoldirildi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Sadiqa berish oyati nozil bo'lgan chaqda biz yuk ko'tarib bo'lsimi pul tepib sadiqa beratdik. Bir odam kelib nurg'un narsani sadiqa qilibdi, munofiqlar riyoxo'r dedi. Yana bir odam kelib bir saq xo'rim sadiqa qilibdi, ular Alloh buning bir saq xo'rimsiga muhtoj emas deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qilg'uvchilarni taqtining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qilg'uvchilarni ayblaydi. Ularni masxir qilib, Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azob duchor bo'ladi degan oyatni nozil qildi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Ubay o'lgan chaqda o'g'li payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, dadasini kipallash uchun payg'ambar alayhissalomning ko'ngligini so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom ko'ngligini berdi. Ondan o atasining namozini tushirib berishni iltimos qildi. Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Lekin Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning kiyimiga esib turib, "Ey Rasululloh, Alloh seni uning namozini tushirishni to'sgan tursa, yana uning namozini tushiramsan" dedi. Peygamber aleyhisselam Allah man ixtiyorlik berib, ey Muhammed, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi degan. Men uning uchun 70 qatimdan ortiqroq mag'firat talab qilaman dedi. Umar radhiyallohu anhu u degan munofiq dedi. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını düşürdü. Şunun bilan Allah Taala, ey Muhammed, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabri ustidan turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi, ular fosiq holati bilan o'ldi degan oyatni nozil qildi. Nasoiyning sahih rivoyatida Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Ubay o'lgan chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning namozini tushirib berishga chaqirildi. Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirmoqchi bo'lgan edi. Men uning qashiga sakrab berib, "Ey Rasululloh, Abdullah ibn Ubay falan kunlardan mundaq gaplarni qilgan tursa, yana uning namozini tushiramsan" deb Ibn Ubayning qilgan so'zlarini sanab bergil turdim. Payg'ambar alayhissalom tabassum qilib qo'yib, "Ey Umar, ner turgan" dedi. Men o'zgapimni tushuntirib olgan edim. Payg'ambar alayhissalom menga bu vaqtda ixtiyorlik berildi. Men mag'firat talab qilishni tanladim. Agar 70 qadamdan ortiqroq mag'firat talab qilganimda Ibn Ubayga mag'firat qilinganligini bilsam, albatta 70 qadamdan ortiqroq mag'firat talab qilgan bo'lardim, dedi va uning namozini tushirib qaytib keldi. Uzun o'tmayla Baroat surasining "Ey Muhammad,
Sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagan, dafn qilish, ziyorat qilish yoki duo uchun ularning qabrisi ustidan turmagan. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holatda o'ldi degan oyat nozil bo'ldi. Ömer bundoq deydi. Keyin men Alloh va Allohning rasulining olim ekanligini bilib turib, shu kuni Allohning rasuliga e'tiroz bildirishga jur'at qilganligimdan hayron bo'ldim. Tirmizining Hasan rivoyatida Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men bir odamning mushrik ota-onasiga mag'firat tilovat qilishini anglab, ota-onang mushrik tursa, ularga mag'firat tilamsan deb so'rasam, u İbrahim alayhissalomni otasiga mag'firat tilamaganmi dedi. Men bu gapni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlab berdim. Ko'p o'tmay Alloh taolaning payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligini ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirdami Müşrikler ularning tuqqani bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilish durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado-judo bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p aqchakkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi degan oyatlari nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Ka'bdan rivoyat qilinadiki, u Ka'b ibn Malikning mundaq deganligini anglagan. Men Tabuk jangidan boshqa jangga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga chiqdim. Gerçi Badr jangiga qatnashmagan bo'lsam-mu, Badr jangiga chiqmaganlar ayıplanmadi. Chunki payg'ambar alayhissalom aslida urush uchun emas, balki Quraysh karvonlarining mollarini o'ljaylash maqsadida chiqqan bo'lib, keyin Alloh musulmonlarni tasoddifiy holda Quraysh qo'shiniga uchrashtirib qo'yib, urush yuz bergan edi. Aqaba kechasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Shu kechasi biz islom uchun bay'at qilib ahdlashdik. Gerçi xalq orasida Badr g'azoti u kişiden meşhur bolsunmu, men u kişini Badr g'azatiga hargizim tegishmayman. Tabuk g'azatiga payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqmaganligimning sababi mundaq. Bu urushga safarbarlik qilinganida mening har jihatdan sharoitim to'liq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azot qilmoqchi bo'lsa, asli nishonni yushirib, yo'lni boshqa yoqqa silib qo'yatdi. Lekin Tabuk safarida havo qattiq issiq, orliq Iroq bo'lib, dushman soni favqulodda ko'p, ham cho'l bayog'ini besib o'tishga to'g'ri kelgachga, payg'ambar alayhissalom musulmonlarning puxta tayyorlanish uchun nishonni ochiq e'lon qildi. G'azotga chiqadigan musulmonlarning soni ko'p bo'lg'achqa, hammasini tizimlik sig'dirib bo'lmaydi. Safarga chiqmay qolib qolmoqchi bo'lgan oz sonli kishilarmi Allohdan vahiy kelib qolmaslar, urushga chiqmaganim bilinmaydi-ku deb o'ylaydi. Payg'ambar alayhissalom bu urushga meyveler maybog'lab, dal-daraxtlar toza soya tashlab turgan bir paytda safarbarlik qilgan edi. Shunday qilib, payg'ambar alayhissalom va boshqa musulmonlar tayyorlikka kirishib ketdi. Menmi har attigini tayyorlik qilay deb chiqatdim. Tayyorlik qilmayla qaytib kelatdim. Chunki ko'nglimda asonla tayyorlanib olaman-ku deb o'yladim. Va mushu o'y bilan yuraverdim. Bir kuni sahar vaqti payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar qo'shinini boshlab yo'lga chiqdi. Lekin men hech qanday tayyorlik qilmagan edim. U kunimi hech bir tayyorlik qila olmadim. Yana 1-2 kundan keyin yo'lga chiqib qo'shinga yetishib olaman degan xayolda yurdim. Qo'shin barg'ansiri yiroqlab ketdi. G'azotning payti o'tib ketdi. Men safarga otlanib ularga yetishib olish ko'yda edim. Shuna qilgan bo'lsam-mu, kashki. Lekin bu menga nasib bo'lmadi. Payg'ambar alayhissalom ketgandan keyin ko'chalarga chiqsam g'iribsinib qolatdim. Chunki ko'chalarda munofiqlarni uchratdim yoki jihoddan ojiz kishilarni ko'ratdim. Iqtidorli kishidan birsim ko'rinmaydi. Payg'ambar alayhissalom Tabukka borg'icha meni esiga olmabdi. Tabukka yetib borgandan keyin Ka'b ko'rinmaydi-ku deb so'rabdi. Bani Salama jamoatidan bir kishi: "Ey Rasululloh, Ka'bning tonini kiyib, ikki yonga biqishlari yasanchiqligi uni urushga kelgil qo'ymagandi" degan ekan. Muoz ibn Jabal: "Ey birodar, sen yomon so'z qilding. Ey Rasululloh, Allohning nomidan qasamki, biz uni yaxshi odam deb qaraymiz" debdi. Payg'ambar alayhissalom gap qilmabdi.
Payg'ambar alayhissalomning Tabukdan qaytib keldiganligi to'g'risida xabar kelgan edi. O'zimdan g'am qilishga boshladim va yolg'on bahona ko'rsatish uchun o'ylang'il turdim. Ko'nglimda Payg'ambar alayhissalomning achchig'idan qanday qutulishni o'ylaydim. Buning uchun oilamdagilardan fikrimni olib baxtim. Payg'ambar alayhissalomning qaytib kelganligi haqidagi xabarni anglaganda bo'lsa, har qanday yolg'onchilik bilan Payg'ambar alayhissalomning qutulolmaydiganligini tunib yetdim. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kirib keldi. U har qanday safardan qaytib kelsa, oldi bilan masjidga kelib 2 rakat namoz o'qib, ondan jamoat bilan o'tiradi. Urushga chiqmaganlar Payg'ambar alayhissalomning oldiga bir-birlab kelib, qasamiyatlar bilan o'zra aytishga boshladi. O'zra aytquchilar jami 80 necha kishi edi. Payg'ambar alayhissalom ularning ko'rinishdagi o'zlarini qabul qilib, bay'atlarini oldi va ularga mag'firat tilab, ichki sirlarini Allohga qo'ydi. Men shularning qatorida kelib salom bergan edim. Payg'ambar alayhissalom norozilik kayfiyatida tabassum qildi. Ondan "Kel" dedi. Men asta berib Payg'ambar alayhissalomning oldida o'tirdim. Payg'ambar alayhissalom "Nima uchun urushga chiqmading? Sen urush uchun uloq setib olgan emasmiding?" deb so'radi. Men "Ey Rasululloh, men qasam bilan aytayki, agar dunyo ahlidan sendan boshqa birining oldida o'tirgan bo'lsam, bunchalik so'z qobiliyatimni ishga solib, yolg'on bahona bilan uning g'azabidan qutulgan bo'lardim. Lekin men bugun seni rozi qiladigan bir yolg'onni so'zlaganim bilan pat arada Alloh vahiy orqali seni menga g'azablantirdi. Agar sen rost so'zlasam, mendan xafa bo'lasan. Shundaqdimi men rost so'zim bilan Alloh taolodan kelgan yaxshi oqibatni umid qilaman. Qasam bilan aytayki, mening urushga chiqmaslikqa hech qanday o'zrim yo'q edi. Bizni urushga safarbar qilgan vaqtingda ahvolim va salomatligim nihoyat yaxshi edi dedim. Payg'ambar alayhissalom rost aytding, Alloh sen to'g'riliq hukm chiqarg'uchi turib turgan dedi. Bani Salamalik bir qancha kishi menga agishib olib, Allohning nomi bilan qasamki, sen bundan ilgari bundoq gunoh o'tkazmagan eding. Boshqalardek o'zi ayta olmadingmi? O'zra aytgan bo'lsang, Payg'ambar alayhissalomning gunohing uchun mag'firat tilab qo'yish kifoya qiladi emasmi deyishgunicha tapitani qilavergan edi. Payg'ambar alayhissalomning yoniga berib, men yolg'on aytdim degan tasliq qildim. Shundaqdimi o'zimni tutilib ulardan mendan boshqa mushundaq ahvolga yo'liqqanlar bormi deb so'rasam, ular "Ha, yana 2 kishi bor. Payg'ambar alayhissalom ularga son qilgan so'zni qildi" dedi. Ular kim desam, ular Murara ibn Rabi, Amr bilan Hilal ibn Umayya Vaqifi deyishdi. Bu ikkisi Badr g'azotida qatnashgan, ulki qilishga tegishli kishilar edi. Buni anglab, ilgari qilgan rost so'zimni turaverdim. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni jangga chiqmaganlardan biz uchimiz bilan so'zlashishdan chekladi. Shuning bilan hammaylar bizning qaytishga va xuddi bizni tonimaydigandek boshqacha muomala qilishga boshladi. Hatto simin menga tor kelib, o'z mahallamdami yastiraydigan bo'lib qoldim. Bu ahvol jami 50 kun davomlashdi. Qolgan ikkilan ko'ngli suni qoldi uylarida yig'ilishib o'tiradi. Men ularga qaraganda yosh va g'ayratliroq edim. Shunga sirtlarga chiqatdim. Masjidga kirib namoz o'qiydim. Ko'chalarda aylanib yuraverdim, lekin hech kim menga gap qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom namozni o'qib o'tirgan vaqtda oldiga kelib salom berdim. Ichimda Payg'ambar alayhissalom salom qaytarish uchun lavlarni midirlatdim yo'q deydim. Ondan uning yanada namoz o'qiydim va uning o'g'irliqcha qaraydim. Men namozga o'zlansam, u menga qaraydi. U tarafga qarsam, yuzini mendan burib oladi. Jamoatning menga bo'lgan so'q muomalasi texam avjiga chiqayotgan kunlarning birida eng yaqin do'stim tog'amning o'g'li Abu Qatadaning big'ining temidan ortilib o'yilsa tushdim. Uning salom bersam, u salom qaytarmadi. Men "Ey Abu Qatada, Allohning nomi bilan so'rayki, mening Alloh va Allohning rasulini yaxshi ko'rdiganligimni bilmamsan" deb so'radim. U gap qilmadi. Men qayt o'tinib so'rasammi, u gap qilmadi. Men yana qaytlab so'radim, u "Alloh va Allohning rasuli bilguchidir" dedi. Shu chaqda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Tamdan ortilib qaytib chiqdim. Madina bozorida menib yursam, Madinaga ochliq sotqili kelgan Sham dehqonlaridan biri "Kim meni Ka'b ibn Malikning qishig'i boshlab boradi" deb to'lashga boshladi. Atrofdagilar meni ishorat qilgan edi. U dehqon kelib, Hassan podshohning bir parcha xatini menga berdi. Men savodli edim. Xatda maqsadga kelsak, birodaringning seni chetga qoqqanligidan xabar topdik. Alloh sana zaminda ojiz va xora yashashni kutayotgan emas. Bizga qo'shilgan, biz sening g'amguzoring bo'lamiz degan so'zlar yozilgan ekan. Xatni o'qigandan keyin buvim bir sinoq bo'lsa kerak deb o'yladim-da, xatni to'nroq tashlab kuydirib o'tdim.
Aradan 40 gün ötkende Peygamber aleyhisselamның elçisi kelip, Rasulullah senin ayalыңdan ayılıp duruşunu aytdı dedi. Ben talak kılıp ötemdikenmen desem elçi, "Yaq, onun yakın kelmeysen" dedi. Kalgan ikkelengimi şu yosunda elçi bətilgen eken. Ben ayalımga, "Allah muşu iş doğrusu hüküm çıkargıça sen öyüngü verip durğun" dedim. Hilal ibn Umeyye'nin ayalı Peygamber aleyhisselamның qıcığa kelip, "Ey Rasulullah, Hilal ibn Umeyye yaşanıp kalgan aciz adam, hizmetçisi mi yok? Ben onun hizmetini kılsam hap bolamsan" dedi. Peygamber aleyhisselam, "Yaq, lekin o sana yakınçılık kılmasın" dedi. Ayal, Allah'ın namı bilen qasam ki, onun hiç narsa madarı yok. Yana qasam bilen aytay ki, u muşu vaqalik yüz bergen günden itibaren yığlaplı kelyapti dedi. Mening ailemdekilerden ba'zilar, "Sen mi ayalın to'g'risida Peygamber aleyhisselamdan ijozat so'rasangchi, Peygamber aleyhisselam Hilal ibn Umayyaning ayoliga ruxsat qilibdi-ku" deyishdi. Men, "Yo'q, men shundoq yosh turib, xotin to'g'risida ijozat so'rasam, Peygamber aleyhisselam nima deb qoladi" dedim va shu holatda 10 kecha o'tkazdim. Shuning bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallamning jamoatini biz bilan so'zlashdan cheklaganiga to'pto'g'ri 50 kun bo'ldi. 50 günü bomdod namazını öyünün öyküsüde okudum. Şu çağda xuddi Allah Taala'nın Kur'an'da bayan kılgandek nefsim sıkılıp yer zemin tarkilayotgandek hissiyatda o'ltiratdim. Bir xabarchining sal'i tig'i chiqib yuqori ovoz bilan "Ey Ka'b ibn Malik, sen xo'sh xabar" deb to'g'lig'ini angladim-da, g'amdan xalos bo'lganimni tushunib yetib, darhol sajdaga yiqildim. Peygamber aleyhisselam bomdod namazını o'qib bo'lgandan keyin Alloh taolaning bizga tavba ato qilganligini jamoatga e'lon qilgan ekan. Kishilar bizga xush xabar yetkazish uchun yugurishibdi. Qolgan ikkalangami xabar yetkazilibdi. Biraylan men tarafga ot choptiribdi, lekin Aslam qabilasidan bir kishi taqqa chiqib men tarafga qarab to'g'labdi. Ovoz otdan tez yetib keldi, albatta. Tog' ustidan to'g'lab xush xabar yetkazgan odam yanamga kelgan edi. Suyunch uchun kuchamdagi 2 qur kiyimimni uning kiydirib qo'ydim. Allohning nomi bilan qasamki, bu kunlarda bu 2 kiyimimdan boshqa kiyimim yo'q edi. Yani 2 quru kiyim arayat gelip kiydimde Peygamber aleyhisselamның qıcığa çaptım. Yolda uçurgan cemaat Allah Taala'nın bana tövbe ata qılganlığını tebrikleşip, Allah'ның sana ata qılgan tövbesi hayırlık ve mübarek bolğay deyişetdi. Şu çapqınımça udul mescid girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaat bilen olturgan iken, Talha ibn Ubeydullah o'rnidan qo'pib yugurib kelgunicha men bilan qo'lashib görüşdü ve mübarekledi. Allah'ның namı bilan qasamki, muhacirlarning ichidan Talhadan boshqasi o'rnidan turmadi. Talhaning bu qilganini hargiz unutmayman. Peygamber aleyhisselam salam berdim. Peygamber aleyhisselam şatlıqdan yüzül nurlangan holda, "Xush xabar, anangizning tuqqandan tatib o'tgan kunlaringning ichidagi eng xushalik bir kun beshingga keldi" dedi. Men, "Bu bisharat sendanmi, Allohdanmi?" deb so'radim. Peygamber aleyhisselam, "Allah tarafdan" dedi. Peygamber aleyhisselam xushal bo'lsa, yüzü nurlanib tulun aydek bolup ketdi. Buni bizmi biletdik. Peygamber aleyhisselamның aldida o'tirib, "Ey Rasulullah, tövbemning jumlasidan bo'lib qolish uchun mol-mulkimning hammasini Alloh va Allohning rasulining yo'liga sadiq qilib o'tay desam", Peygamber aleyhisselam, "O'zingizmi bir qismini elib qolgan, shunday qilganing texim yaxshi" dedi. Men, "Undaqda Xaybarga nisiyamni qoldirib qo'yay" dedim. Ondan, "Ey Rasulullah, Allah meni rasulligim bilan najot topqirdi. Hayatlı bolsam rast so'zlash mening tavbamning jumlasidan bo'lg'ay" dedim. Qasam qilamanki, mening bilishimcha Alloh taolo hech kimga rast so'zlagan uchun men qilgandek marhamat qilmadi. Men Peygamber aleyhisselamga shu so'zni qilgandan tortib, toki bugungi kungacha yolg'on so'z aytib boqmadim. Buningdan keyinmi Allohning meni yolg'ondan saqlashini umid qilaman. Shu chaqda Alloh taolo buni oyatlarni nozil qilgan edi. Allah haqiqatan Peygamberning va uning qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Aynı zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qilgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'lim marhamatlik, nihoyat mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tortayilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulishi mumkin emasligini ishongan edi. Ondan ularning tavba qilg'ishlaridan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmo qabul qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rastchilar bilan birga bo'linglar. Ka'b mundaq deydi:
Allah'ның namı bilan qasamki, hidayet yo'liga kirgandan buyon Allah menga mening payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga rost aytishimdanmi kattaroq ne'mat ato qilgani yo'q deb o'ylayman. Yolg'on aytgan bo'lsam, boshqa yolg'onchilardek halok bo'lib ketatdim. Alloh taolo ular haqiqatan eng yomon so'zlar bilan vahiy tushirib, Alloh taolo ular haqida eng yomon so'zlar bilan vahiy tushirib mundaq dedi. Ular, ya'ni munofiqlarning yeniga qaytib borganinglarda, ular sizlarning ularni ayblamasliklaringiz uchun yolg'on o'zlari bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ularni yuz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Allah fasıq qavmdan razı bo'lmaydi. Biz ulardan emas edik. Chunki ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yolg'on o'zri qo'ygan edi. Payg'ambar alayhissalomni ularning sirtqi ko'rinishlariga qarabla bay'atini qabul qilib, ular uchun mag'firat tilagan edi. Ammo bizning ishimizdan bo'lsa, Alloh taolo havoil qilgan edi. Nihoyat Alloh taolo ishi kechiktirilgan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi degan oyat orqali bizni kechirdi. Bu oyatdan bizning g'azab chiqmoqligimiz emas, balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizni yolg'ondan qasam ichib o'zir aytgan kishilardan ayirib, Alloh taolaning ustimizdan hukm chiqarishni kutishga buyurganligi maqsad qilingan. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq kelgan. Bu ish uzrab oxiri men o'lib qolsam, payg'ambar alayhissalom namozimni tushirmay qolarmi? Yoki payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketsa, kishilar menga mushbiti muomala qilib, hech qaysi gap qilmay namozimni tushirmay qolarmi? Yoki salom qilmay turaverarmi deganlardan ansiraydigan darajaga berib yetdim. Nihoyat Alloh taolo tavbamizning qabul qilganligini bildirib, tong saharda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qildi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom Ummu Salamaning qishida edi. Ummu Salama menga istashlik qilib, ko'ngil bilib turardi. Shunga payg'ambar alayhissalom uningga Ka'baning tavbasi qabul qilindi dedi. Ummu Salama uningga odam aytib xush xabar yetkazaymi dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Yo'q, unda qilsang tabriklaydigan jamoat sizlarni besilib, butun kecha uxlatmaydi" dedi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida mundaq deyilgan. Ka'b yoki Abu Lubaba va yoki ma'lum birisi, men faqat gunoh sodir qilgan bu uyimni tark etib, butun mol-mulkimni sadaqa qilib o'tgandilar, ondan tavba qilgan bo'laman degan edi. Payg'ambar alayhissalom 3dan 1ni sadaqa qilsang sana shu kifoya dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Alloh taolaning agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni aloq qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilsiz yetkazolmaysizlar. Alloh har narsa qodirdir degan oyati bilan Madina aholisi va ularning atrofidagi arablarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jihodga birga chiqmay qolib qolishi o'zlarining aram bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas. Bu, ya'ni ularni jihodga chiqmay qolib qolishdan ma'ni qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchirgan ussizlik, tortgan jafo mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni xafliq qilgan har bir qadami dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asralish va mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yozadi. Allah albatta yaxshi qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofasi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yo'sidan ularga yoziladi degan oyatlarini mo'minlarning hammasi Rasulullohni yolg'iz qo'yib jihadga chiqib ketmasin, ularning bir turkumi chiqsin, bir turkumi Rasululloh bilan birga qolsin. Ularning ichidagi har bir jamoat yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilish chiqsa bo'lmasmidi degan oyatni mansub qilgan. Şununla elhamdülillah Tevbe suresinin tefsiriga aloqalar seyredişler tügüde. Allah hammalarning foydali ilmini ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarındaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'ul Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 6. tomu. Biz tefsir bölümünü oquyatımız. Bugün oquyduğumuz Yunus, Hud, Rad, Yusuf ve İbrahim surellerinin tefsiriyle alakadar sahih hadisler. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Mısırlık bir kişiden mundaq rivayet kılındı. Men Ebu Derda raziyallahu anhu'dan Allah Ta'ala'nın ularga dünya ve ahirette hoş haber berildi. Yani dünyada can üzüş vaxtida Allah'ın razılığı ve rahmetiga erişidiganligi bilan, ahirette naz nimetlik cennetga kirdiganligi bilan hoş haber berildi. Allah va'dasi xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir degan oyat haqida so'rgan edim. U mundaq dedi. Men bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mushu oyat haqida so'rgan edim. Payg'ambar alayhissalom menga bu oyat nozil bo'lgandan buyon sendan boshqa birisi mendan bu oyat haqida so'rab boqmagan. U degan musulmon ko'radigan yoki uningga ko'rinadigan yaxshi tushdan iborat degan edi. Shuningdan biri mendan bu oyat haqida sendan boshqa faqat bir kishilar so'rab boqdi. Tirmizi'nin sahih rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınishicha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala Firavunni g'arq qilganda u iman etdimki, İsrail avlodi iman etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardan men degan edi. Jibril mundaq dedi: Ey Muhammed, uning shahodat keltirib, Allohning rahmatiga erishib qolishidan ansirab, dengizning qaralaydan ilib uning og'ziga tiqqanimni bir ko'rgan bo'lsang. Tirmizi'nin sanadi sahih yana bir rivayetinde Jibril u la ilahe illallah deb shahodat keltirsa, Allohning uningga rahmat qilib qolishidan ansirab, uning og'ziga loyiqdim degan. Tirmizi'nin sahih rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qilindi. Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge "Ey Rasulullah, chechinga oq kiribdi" degan edi. Peygamber aleyhisselam chechimni Hud, Voqea, Mursalat, Nebe ve Şems qatarlıq surlar aqartib etdi dedi. İmam Buxariyning rivayetinde Muhammed ibn Abbaddan mundaq rivayet qılındı. Men İbn Abbas radıyallahu anhu'manın Sure Hud'ning 5-ci ayetini oqqanligini anglab, bu to'g'riliq so'rasam, u menga mundaq dedi. Ba'zi kishilar hojatxonaga kirganda va ayollari bilan jima qilganda avratlarini osmonga ko'rinib qolishidan hayo qilishadi. Bu oyat shular haqida nozil bo'lgan. İmam Ahmed, Tabarani ve Bezzar rivayet kılgan ravileri sahih hadisinin ravileri bo'lgan rivayette Cabir radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicr diyarını ötkende sizler türlük mucizelerini talep kılmanglar. Salih aleyhisselamның kavmi onu talep kılgan idi. Ularga mucize kılıp berilgen töge bu yoldan su içkilik kelip u yoldan ketetti. Ular Perverdigarning emriga qarshi chiqib u tugini o'ltirdi. Töge ularning suyini bir kun içetti. Ular tügünün sütünü bir kun içetti. Tügünü öldürüşü bilen zalimlarga qattiq azap yüzlendi de Allah Taala ularning osmon ostidagi hammasini o'ltirib etdi. Faqatla birisi Allohning haramida edi, dedi. Sahabeler, "Ey Rasulullah, u kim?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "U Abu Rig'aldir, u haramdan chiqdi, uningmi qavmiga tekkan balo tegdi" deb javob berdi. İmam Buxariyning rivayetinde Abu Musa radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah zalimni bir müddet koyup berdi. Allah onu tutkan çağda herkes koyup etmeydi degandan keyin Parvardigarning zalim yurtlar ahalisini halak kılsa, yani shundoq halak kıldı. Allah'ның azabı hakikaten tolumu qattiqdir degan oyatni o'qigan. İmam Buxariyning rivayetinde İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Bir adam bir ayolni sevib oldi. Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning qishiga kelib bo'lgan ishni xabar qildi. Peygamber aleyhisselamga kunduzning ikki tarafida, ya'ni attiganda va kechqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigan, shubhasizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungichlar uchun vaznasatdir degan oyat nozil qilindi. Eloq kishi "Ey Rasulullah, bu oyat men uchun tushganmi?" dedi. Peygamber aleyhisselam "Yo'q, barliq ummatim uchun" dedi.
İmam Müslim'nin rivayetinde Abdullah ibn Mesud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, men shaharning bir chetida bir ayol bilan o'ynashib, jimodan boshqa ishni qilib soldim. Mana hozir oldingda iqro qilib turibdiman. Xolig'ingcha hukm qilgan" degan edi. Umar radhiyallohu anhu uningga: "Alloh sening qilmishingni yapgandan keyin senmi o'zingni fosh qilmasang bo'lmamdi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga javob bermadi. U odam o'rnidan turib mangan edi. Payg'ambar alayhissalom uning orqadan birini avatib chaqirib keldi va buni oyatni o'qib berdi. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atdiganda va kechqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigan. Shubhasizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungishlar uchun vaznasatdir. Sahabelerden biri: "Ey Rasulullah, bu onun xas ayetmi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, barliq insonlarga xos" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Yusr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir ayol mendan xormalg'u kelgan edi. Men uningga: "Uyda buningni yaxshiroq xorim bor" desam, u men bilan uyga kirdi. Men burilibla uni suyib oldim. Keyin Abu Bakrning qishig'i berib, uningga bo'lgan ahvolni so'zlab bersam, u "Alloh kitobi qil, birsik deb yurma" dedi. Men yana chiday olmay Umarga so'zlab bersam, u "Alloh kitobi qil, birsik deb yurma" dedi. Men yana chiday olmay Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlab bersam, Payg'ambar alayhissalom menga: "Alloh yo'lida jihadga chiqib ketgan mujohidning ayoliga mushundaq qiliqni qildingmi deb koydi. Bu so'z menga shundaq og'ir tuyuldiki, o'zimning u kundan keyin iymon etgan bo'lishimni va bu orqali u kundan, ya'ni musulmon bo'lishdan burungi gunohlarimning iymon etish bilan afv qilingan bo'lishini to'lim orzu qildim va o'zimni do'zax ahlidan bo'lib ketadigan o'xshayman deb o'ylab qoldim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xeyli bir vaqtgacha beshini sangiltib o'ltirdi. Nihoyat Alloh taolo uningga buni oyatni nozil qildi. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atdiganda va kechqurun vaqtlarida, kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhasizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungishlar uchun vaznasatdir. Abu Yusr radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga borsam, bu oyatni o'qib berdi. Sahobalar: 'Ey Rasululloh, bu oyat mushuningga xosmi yoki butkul insonlarga umumyuzlikmi?' deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom butun insonlarga umumyuzlik dedi. Ba'zilar rivoyat qilgan raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatda Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Sahabelardan biri bir ayolni yaxshi ko'radi. U sahabe bir ish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ijozat so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom uning ijozat berdi. Yağmurliq bir kun edi. U sahabe udul o ayol turayotgan yerga bordi. Qarasa, o ayol ko'lchakda yuyinayotgan ekan. Darhol ayolni yerga yotqizib, erkishning ayol kishiga qildigan ishini, ya'ni jima qilmoqchi bo'lib Zakirni medaylatgan edi, Zakir qaror kelmedi. Keyin bu ahvolni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib, tövbe qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga 4 rakat nafil namoz o'qigan dedi. Keyincha Alloh taolo kunduzning ikki tarafida, ya'ni attiganda va kechqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigan, shubhasizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungishlar uchun vaznasatdir degan oyatni nozil qildi. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma Alloh taolaning ular Yusufni sanoqli bir qancha tengaga arzon savol setibetdi, chunki ular Yusuf qiziqmagan edi degan oyat haqida mundaq degan: Yusuf 20 tengaga setilgan edi. U Misrdagi chaqda oilasini akaldirishga odam evatdi. Oilasida 93 kishi bor bo'lib, erlari payg'ambarlar, ayollari siddiqlar edi. Allohning nomidan qasamki, Yusuf alayhissalomning o'riq tuqqanlari keyin Musa bilan Misrdan chiqqan vaqtida soni 670 mingga yetgan. Bu hadisda Abu Ubayda otasidan bevosita anglamagan degan Haysami. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Shahabdan mundaq rivoyat qilinadi. Urva ibn Zubayr o'zining Oysha radhiyallohu anhadan hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi.
degan oyat to'g'risida savol so'raganligini va Oyshaning o'ziga javob berganligini so'zlab berib mundoq dedi. Men bu oyatdagi kuzibu iborasi tashdidsiz o'qilamdi yoki tashdidlikmi deb so'rasam, Oysha tashdidlik o'qiladi dedi. Men ular payg'ambarlar qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligi jazm qiladi. U jazmiyat gumon bilan emas desam, u shundoq umrim bilan qasamki, ular shuningga jazm qiladi dedi. Men uningga undaqda kuzibu tashdidsizmi desam, u Allohdan panohlik tilayman. Payg'ambarlar Rabbiga qarta undaq gumonda bo'lmaydi dedi. Men emas bu oyatning ma'nosi nima deb so'rasam, u oyatda ko'z tutilgan kishilar Rabbilariga iymon etgan va payg'ambarlarni tasdiq qilib, ularga ergashgan kishilar. Ularga sinoqning muddati uzrab, Allohning yordami kechib ketgan. Hatto payg'ambarlar o'z qavmidan ularni inkor qilayotganlarning iymon etishini umidlanib, ergashganlarning o'zini yolg'onchi deb o'ylab qolishdan gumon qilganida, ondan Allohning nusrati ularga kelgan dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abu Mulaykadan rivoyat qilinadiki, men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishini umidlangan va qavmi tarafidan yolg'on chiqarilganlikqa jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan oyatdagi kuzibu iborasi tashdidsiz o'qildi deganligini anglagan edim. Bu oyatni Alloh taolaning hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordam qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatga yaqindir degan oyatni tushungandek tushungan. Keyin men Urva ibn Zubayrni uchirtib, buni uning so'zlab bergan edim. U mundaq so'zlab berdi. Men Oysha radhiyallohu anhaga Sura Yusufning 110-oyatdagi kuzibu iborasi tashdidsiz bo'lishi mumkin desam, u men Allohdan panoh tilayman. Allohning nomi bilan qasamki, Allah Taala Rasuliga bir narsani va'd qilgan bo'lsa, vafot bo'lishdan ilgari u narsaning cho'qim vujudga chiqadiganligini payg'ambar biladi. Biroq payg'ambarlar shunday ig'ir sinoqlarga duch keladiki, hatto ular qishidagi kishilarning o'zlarini yolg'onchi qilib chiqarishidan qo'rqadigan holga tushib qoladi. Shunga biz u oyatni kuzibu deb tashdid bilan o'qiydik dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli siroatlar bor. Ko'p shoxlik bo'lgan va ko'p shoxlik bo'lmagan, bir urug'dan bir qanchal unib chiqqan va bir urug'dan faqat bir talla unib chiqqan xo'rim daraxtlar bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'sidan ta'mda ortiq qilamiz. Bularda tushundigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatgan nurg'un dalillar bor degan oyat to'g'risida xurmalarning ba'si nachar, ba'si farisi, xurmaning bir turi, ba'si tatliq va ba'si tushmal bo'ladi. Ya'ni bir-biridan musharriqlik ustun turadi degan. İmam Ahmadning o'g'li Abdullah va Tabranining rivoyat qilgan hadisida, ya'ni buningda Musnad Ahmadning raviylari ishonchlidir. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning sen faqat bir ogohlantiruvchi, har qavmning bir hidoyat qilguvchisi, ya'ni payg'ambar bo'ladi degan oyat haqida hidoyat qilguvchisi Bani Hashim qabilasidan bir kishidir degan. İmam Müslimning rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning Allah müminlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatni o'qib mundoq degan. Bu oyat qabr azobi haqida nozil bo'lgan bo'lib, bandidan Rabbing kim deb so'ralsa, u Rabbim Alloh, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb javob beradi. Mana bu Alloh taolaning Allah müminlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatining ma'nosidir. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Allohning ne'matiga kufrlik qilgan degan to'g'risida degan oyat to'g'risida ular Allohning nomi bilan qasamki Quraysh mushriklaridir degan. Amr ibn Dinar mundoq degan. Oyatda tilga ilinganlardan Quraysh mushriklaridir. Oyatda tilga ilinganlar Quraysh mushriklaridir. Muhammad alayhissalom bo'lsa Allohning ne'matidir. Oyatning davomidagi o'z qavmini halokat mavqisiga tushirib qo'yganlar
degan oyat Bedir kuni jahannamga tashlanganlarni ko'rsatdi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ayşe radıyallahu anhadan mundaq rivayet qılındı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Taala'nın bu günde ziminmi başqa bir ziminga, asmanlarımı başqa bir asmanlarga aylandı. Ular, yani bütün halayiq qabrlaridan chiqib, yegana qudratlik Allah'ın dargohida, yani mahshargohda hozir bo'ladi degan oyat haqida, "Ey Rasululloh, undaqda o kunda bütün halayiq qayerda bo'ladi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom pilsirat ustida deb javob berdi. Shuning bilan alhamdulillah Yunus, Hud, Rad, Yusuf ve İbrahim surelerining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugidi. Allah hammanglarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-cı tomi tafsir bölümünü o'qiyapmiz. Bugun o'qiydiganimiz Hijr, Nahl ve Isra surelerining tafsiri haqidagi sahih hadislar. Tabranining Al-Kabir'deki ravileri işençlik rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın qattiq çoqan ularni saharda alaq qildi degan oyat haqida Lut qavmi saharda azan vaqtida alaq bo'lgan, qiyomatmi azan vaqtida bo'ladi degan. Nasai'ning sahih rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhuma mundaq degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga uzun 7 sure ato qilingan. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhuma mundaq degan. Ular Qur'onni parcha-parcha qilib etdi. Ya'ni Qur'onning ba'siga ishinib, ba'sini inkor qildi degan oyati Yahudi va Nasaralarga qartilgan bo'lib, ular Qur'onni parcha-parcha qilib, bir qismiga ishinib, yana bir qismidan tinib oldi. Tabarani bir qancha sanatdan rivoyat qilgan ve ba'zi sanatning ravilari sahih ravilar bo'lgan hadisda Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun kafir bo'lganlarga ve kishilarning Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan tosqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyod azob qilamiz degan oyat haqida, ya'ni ularni o'ttir tishlari egiz xo'rim daraxtlarda keladigan chayonlar azoblaydi deganligi rivoyat qilingan. Abu Ya'laning Mavsilidagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhumaning kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz degan oyat haqida u erishning ostidagi 5 daryo bo'lib, ular daryolarning ba'zida kechasi azoblansa, ba'zida kunduz azoblanadi deganligi rivoyat qilingan. İmam Ahmed'nin senede Hasan rivayetinde Osman ibn Abul As radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurida o'ltiratdim. Peygamber aleyhisselam ushtum tut bir narsaga shundoq qattiq tikilib qaradi. Ondan beshini ko'tarib, Jibril aleyhisselam kelib, Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishqa, jami xalqqa yaxshilik qilishqa, xish-aqrabolarga sila rahim qilishqa buyuruydi. Qabih so'z-harakatlardan, yaman ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pand nasihat qiladi degan oyatni mushu suraning mavi yerga qo'yish buyurdi dedi. Nasai'ning sanadi sahih rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo Nahl surasidagi kimki Allohga iymon etgandan keyin iymondan yana olsa, qalbi iman bilan mustahkam tursimi, majburlash ostida og'zida imondan yanganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli azodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azob qoladi degan oyatining umumiy mazmunini amaldan qoldirib, uningdan mustasno qilgan holda mundaq degan. Ondan ey Muhammad,
ziyankeşlikka uchragandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidaganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubhasizki, Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad va sabr qilgandan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. Bu oyat ko'z tutilgan kishi Osman ibn Affonning davrida Misrga vali bo'lgan Abdullah ibn Said ibn Abu Sarh bo'lib, aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin katibi idi. Keyin şeytanның azdırışı bilen murtad bulup kafirlarning sibiga qo'shilib ketgan edi. Şuna Mekke fethi bo'lgan kuni Peygamber aleyhisselam uni o'ltirishga buyurgan. Keyin uni Osman ibn Affon panohlikqa olgan edi. Peygamber aleyhisselam uningga panohlik berdi. Tirmizining sanadi hasan va sahih rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan munaq rivoyat qilinadi. Uhud g'azotida ansarlardan 64, muhojirlardan 6 kishi shahid bo'ldi. Ularning ichida Hamzum bor bo'lib, mushriklar uning jasadining u yer bu yerini kesib, qiyim-chiyim qilib etgan edi. Bu sababdan ansariylar birar urushda bularni yengib qolsak, biz shunday qilamiz, hatto bulardan oshirib o'tamiz deyishdi. Keyin Makka fathi bo'lganda Alloh taolo agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar, ya'ni oshirib o'tmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qiluvchilar, ya'ni kechirguchilar uchun albatta yaxshidir degan oyatni nozil qildi. Shu kuni kishilardan biri bugundan e'tiboran Quraysh degan narsa mavjud bo'lmaydi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat 4 kishidan boshqa hech kimni o'ltirmanglar deb buyurdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Isra, Kaf, Maryam, Taha, Anbiya suralari haqida bular ilgari tushgan va mo'l mazmunlarni o'z ichiga olgan suralar bo'lib, men bu suralarni eng dastlabda yodlab olgan edim degan. Tabranining Al-Kabirdagi rivoyati zifkin. İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlari ibodat orqali Parvardigoriga yaqin bo'lishni tilaydi degan oyat to'g'risida insonlardan bir qism kishilar jinlarga ibodat qiladi. Ular ibodat qilgan jinlar musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, u insonlar yana o'zlarining diniga chang eslab olib musulmon bo'lmadi degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Ikrima rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning biz sana Miraç kechasi osmon zamindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik degan oyatni tafsir qilib mundaq degan. Bu oyatdagi ko'rinish tin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Baytul Maqdisga elib berilgan kechida ko'zi bilan ko'rgan ko'rinish ko'z tutilgan. Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa, zaqqum daraxtidir. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning bomdod namozini o'qigan. Farishtalar cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyat haqida uningga kechining va kunduzning farishtalari hozir bo'ladi degan. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ey Muhammad, Parvardigoringning seni madiylaydigan o'rniga turg'ishi muhaqqaqdir degan oyat haqida bu shafaat maqomidir degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan etizliqda birga ketib o'tdik. Payg'ambar alayhissalom qo'liga g'as tayoq tutib olgan edi. Bir qancha Yahudiyning yenidan o'tib ketib ular bir-biriga uningdan ruh to'g'riliq so'rab boqinglar deyishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga nima aytinglar bor deb so'radi. Ba'zi uningdan so'ramanglar, javobida sizlar yoqtirmaydigan bir narsani deb qolmasin dedi. O'zaro talash-tortish qilib yurib, oxiri Payg'ambar alayhissalomdan ruh to'g'riliq so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom javob qaytarmay birdan jim turdi. Men Payg'ambar alayhissalomga vahiy tushib o'tibdi deb o'yladim.
Vahiy to'xtagandan keyin payg'ambar alayhissalom buni oyatni o'qidi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Ularga faqat ozg'in ilm berilgan. Shuning bilan Yahudilar bir-biriga uningdan bu to'g'riliq so'ramanglar demadikmi deyishdi. İmam Buxariyning yana bir rivoyatida oyatning o'qilishi mundaq kelgan. Va ma utu minal ilmi. Ularga faqat ozg'in ilm berilgan. Amash bizning qiroatimizmi mushundaq, ya'ni va ma utu idi degan. Tirmizining rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan yuqorqidek rivoyat qilingan bo'lib, uning rivoyatida yana mundaq kelgan. Yahudilar bizga nurg'un bilim ato qilindi. Chunki bizga Tavrat ato qilindi. Kimga Tavrat ato qilinsa, nurg'un bilim ato qilingan bo'ladi deyishgan edi. Alloh taolo aytqanki, Parvardigorimning so'zlarini yozish uchun agar dengiz suyi siyah bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubad yani shunchalik dengiz suyini keltirsangmi degan oyatni nozil qildi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sen aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimagan, mu'minlar anglamay qolmaslik uchun past ovoz bilan o'qimagan, ularning orasida o'ttir yo'l tutgan degan oyat to'g'risida mundaq degan. Bu oyat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islomning dasbida Makkada yoshirinib turgan chaqda nozil bo'lgan bo'lib, u chaqlarda Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan birga o'qigan namozlarini o'lik ovozda o'qiydi. Mushriklar ularni anglab qolsa, Qur'onni, uni nozil qilgan zotni ham uni elib kelgan zotni birga qo'shib haqoratlashadi. Bu sababdan Alloh taolo payg'ambarga oyat tushirib mundaq dedi: Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sen aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimagin. Mu'minlar anglamay qolmaslik uchun past ovoz bilan o'qimagin. Ularning orasida o'ttira yo'l tutgan, ya'ni sahobalarning Qur'on o'rganishi uchun ular anglagudek o'qigan, lekin ovozingni bek yuqori ko'tarib etmagan. Shuning bilan alhamdulillah Ejir, Nahl va Isra suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugidi. Allohim onlarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bölümünü o'qiyapmiz. Bugun o'qiydiganimiz Kahf ve Maryam suralarininki tafsiriga aloqador sahih hadislar. Tabaranining Al-Kabir ve Al-Awsatda rivoyat qilgan raviylari ishonchlik rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bir yildan keyin bo'lsa-mu istisno qilishni, ya'ni inshaalloh yoki Alloh xolisa deyishni muvofiq ko'radi va sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, ati o'shni cho'qim qilaman demay, Alloh xolisa degan so'zni qo'shib degan, ya'ni Alloh xolis qilaman degan, Alloh xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin, ya'ni Alloh xolisani esingga kelganda aytqin degan oyatni o'qiydi. Ya'ni esingga kelganda Rabbingni eslagin demoqchi. İmam Malikning rivoyatida Sa'd ibn Musayyib Alloh taolaning boqiy qiladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir degan oyat haqida mundaq degan. Boqiy qiladigan yaxshi amallar deganimiz bandaning Allohu akbar, subhanalloh va alhamdulillah, la ilaha illalloh va la havla va la quvvata illa billah degan so'zlaridir. İmam Buxariyning rivoyatida Said ibn Jubayr mundaq deydi: Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Nawfal Bakali degan odam Xizr bilan tilga olingan Musa, Bani Isroilning payg'ambari Musa emas, u boshqa Musa deydi. Bu vaqt qanday qaraysan deb so'ragan edim. U Allohning dushmani yolg'on so'zlabdi.
Ubay ibn Ka'b bizga Payg'ambar alayhissalomdan mundaq qilib so'zlab bergan edi. Bir kuni Musa alayhissalom Bani Isroilga nutq so'zladi. Uningdan kishilar ichida kim eng olim deb so'raldi. U "Men eng olim" dedi. Allah Taala uning eng olim kishini Alloh biladi deganga koyib, ikki dengiz uchrashgan joyda mening bir bandam bor. U sendan olim dedi. Musa, "Ey Rabbim, uni qanday topa olayman?" deb so'ragan edi. Uningga bir sifatda beliq olib mang'in. U beliqni qayerda yo'qatsang, u odam shu yerda deyildi. Shuning bilan Musa alayhissalom xizmatkori Yosha ibn Nun bilan sifatdagi beliqni ko'tarib yurib ketdi. Ular yo'g'on bir toshning yoniga kelib uxlab qolganda hayron qoldirarlik ish yuz berdi. Ya'ni beliq sifatdan sakrab chiqib dengizga kirib ketdi. Dengiz yuzidagi beliq kirib ketgan yer kamar bo'lib ketib qoldi. Ular uyg'onib shu kuni kech kirib ertasi tong otqisi mangdi. Tong otganda Musa xizmatkoriga "Atganlik tomqimizni elib kelgan. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Musa buyurilgan o'rindan o'tib ketmagicha jafoliq his qilmagan edi. Xizmatkori Musaga "Beliqni biz aram olgan toshning yanında unutib qoptiman" dedi. Musa "Ashu yer biz ko'zlagan nishon edi" dedi-da, kelgay izini bo'ylab keyniga qaytdi. Toshning yoniga kelib, kiyimiga o'rnab olgan birini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga salom bergan edi. Xizr "Sen bundoq salom qilishni qayerdan o'rganding?" dedi. Musa "Men Musa bo'laman" dedi. Xizr "Bani Isroilning Musasimi?" deb so'radi. Musa "Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sen ergishaymi?" deb so'ragan edi. Xizr alayhissalom "Sen men bilan bo'lishga sabr taqat qila olmaysan. Ey Musa, menda sen bilmaydigan Alloh menga o'rgatgan ilm bor. Sendimi men bilmaydigan Alloh senga o'rgatgan ilm bor" dedi. Musa "Alloh xolisa meni sabr qilg'ich ko'rasan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman" dedi. Xizr "Agar sen menga ergashsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni senga so'zlab bermagicha so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishimdan so'rama" dedi. Shuning bilan ikkisi dengiz sohilida yurib ketdi. Ularning kiyimisi yo'q edi. Uzun o'tmayla ular tarafga bir kiyim kelib qoldi. İkisi kiyim ahliga o'zlarini elib olishni aytdi. Ular Xizr alayhissalomni tunib olib, ikkisini haqsiz elib oldi. Xizr kiyimining taqtaylaridan birini qo'mirib o'tgan edi. Musa "Kishilar bizni haqsiz elib olsa, sen ularning kiyimisini teshib o'tib, ularni g'arq qilmoqchimi?" dedi. Xizr "Men sana sen haqiqatan men bilan yurish sabr qila olmaysan demadimmi?" degan edi. Musa "Unutib qolganligim uchun meni ayblamagin" dedi. Bu Musaning birinchi qatimliq unutishi edi. Bir qushqoch kiyimining chetiga qo'nib, tumishqi bilan dengizdan bir ikki tomchi suv ichgan edi. Xizr alayhissalom "Ey Musa, ikkimizning ilmi Allohning ilmiga qaraganda, mushu qushqochning dengizdan ichgan suyuchilik mukammaydi" dedi. Ikkisi ketib o'tib, bolalar bilan o'ynayotgan bir bolani uchratdi. Xizr alayhissalom u bolani beshidan tutqunicha so'rab, qo'li bilan uning beshini uzib tashladi. Musa "Sen begunoh bir jonni o'ltirib etding-ku" dedi. Xizr men bilan birga yurishga sabr qila olmaysan demadimmi?" dedi. Bu qatimliq so'zi tunji qatimliq so'zdan qattiqroq edi. Musa "Buningdan keyin yana sen to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishing e'tiroz bildirsam, meni o'zingga amroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qatim xilof qilganligim uchun mening oldimda menga amroh bo'lmaslikqa ma'zursan" dedi. İkisi yana birga minib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tamoq so'ragan edi. Shahar aholisi u ikkisini mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Xizr alayhissalom qo'li bilan tomni tuzlab qo'ygan edi. Musa "Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ish qolgan bo'lading" dedi. Xizr alayhissalom "Bu ikkimizning aylish vaqti. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kiyimiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kiyimisi edi. Men uni teshib aybnaq qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarida har qanday saq kiyimini egisidan so'rliq bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ltirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mu'min edi.
U aslida kafir yaratılganlıktan çoğun bolganda onun gumrahlık bilen küfürni ata-anasıga teňişinden qorxdyk. Şuning üçin biz ularning Parvardigarının ularga u balaga qaraganda pak ve kүйümlik farzand ata qilishni iroda qildik. Tamga kelsak, u shahardagi 2 yetim balaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi echilib qolib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ata-onasi yaxshi odamlar edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ular qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana Alloh Musoga rahim qilsin. Biz Musoning texim uzun sabr qilib, Alloh taolaning u ikkisining voqealiklaridan bizga yana ko'proq so'zlab berishni xohlaydik dedi. Said ibn Jubayr mundaq deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ve kana amamahum, yani ularning oldida har qanday saq kiyimini igisidan zo'rlik bilan tortib oldigan bir podshoh bor edi va ammal g'ulamu fakana kafira, yani o'ldirilgan bolaga kelsak, u kafir, ota-onasi mu'min edi deb tilovat qiladi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan. Musa alayhissalom qavmiga Allohning ne'matlarini va sinoqlarini eslatib atganda, "Ziminda mendan yaxshiroq yoki mendan bilimliroq bir odam borligini bilmayman" degan. Bu rivoyatni yana tuzluq biliq kiyimiga o'rnib olgan, o'ngda yotgan bir odamga yo'liqdi deb kelgan. Undan boshqa Payg'ambar alayhissalomning Allohning rahmati bizga va Musoga bo'lsin. Musa aldirab ketmagan bo'lsa, ajoyib ishlarni ko'rgan bo'ladi. Biroq u ustozidan oyoq qilib, buningdan keyin yana sendan bir narsa to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga amroq qilmagan. Sana bergan va'damga 3 qatim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga amroq bo'lmaslikka ma'zursan dedi deganlik rivoyat qilingan. Uning yana mundaq kelgan. U ikkisi yana birga menib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan, ya'ni u ikkisi shaharning pastkash aholisining so'rinlarini aylanib yurib tamoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib shay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ishaq qolgan bo'lading." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz." Undan boshqa yana mundaq deyilgan. Kiyimiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kiyimisi edi. Men uni teshib aybnaq qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida bani, ya'ni boradigan yo'llarida har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. Ya'ni uni tortib oladigan zo'migar kelsa, uning to'shik ekanligini ko'rib ela olmaydi. Keyin ular bir parcha taxtay bilan kiyimini o'ngishib oladi. Balaga kelsak, ular yaratilganda kafir qilib yaratilgan bo'lib, ota-onasi uningga mehr shafqat yog'dirib atgan edi. Navada u cho'ng bo'lsa, uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga teng'ishi turganli gap edi. Imom Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Quram toshning tubida Abi Hayot deb ataladigan bir buloq bor bo'lib, u buloqning suvi qandaq bir narsaga tegib qolsa, u narsaga jon keladi. Beliqqa shu buloqning suvi shashlab ketgan edi. Beliqqa jon kelib, sivetdan sakrab chiqib, dengizga kirib ketdi. İmam Buxoriyning Sahih Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deb kelgan. Uningga o'lik beliqdan birini elib olgan. Shu joyga borganingda uning jon kirgizildi deyildi. Shuning bilan Musa bir beliqni sivetga selib, xizmatchisiga "Beliqning sendan ayrilganligini men xabar qilishingdan boshqa xizmat talab qilmayman" dedi. Xizmatchisi uningga "Sen mendan ko'p xizmat talab qilmading" dedi. Bu rivoyatda yana mundaq kelgan. Ular Xizrni dengizning qoq o'ttirida yeshil palas ustida o'tirgan holatda topdi. Xizr: "Ey Musa, qo'lingda Tavrat tursa, Alloh senga vahiy qildigan tursa, bu sen kifoya qilmamdi? Menda sen bilsang bo'lmaydigan Alloh menga o'rgatgan ilm bor. Sendimi men bilsam bo'lmaydigan Alloh senga o'rgatgan ilm bor" dedi. Bu rivoyat yana mundaq deyilgan.
Balını yatqızıp pichoq bilan bo'g'izladi. Buning yana cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tanishdan qo'rqdiq. Ya'ni ota-onasi uningga amroqligidan uning diniga ergishib ketmasin deb, ularning Parvardigori ularga uningdan yaxshiroq, kuyimlik, salih musulmon farzand ato qilishni xohladi. İmam Buxariyning Sahih Buxariydagi rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Hür ibn Qays ibn Isin Al-Fazari bilan Musa alayhissalomning vaqaligidagi kishi to'g'risida talash tortish qilib qoldi. Ibn Abbas u Xizr dedi. U ikkisining yandan Ubay ibn Ka'b o'tib ketyapti. Ibn Abbas uni chaqirib, "Men bu do'stim bilan Musa alayhissalom ko'rishmoqchi bo'lib, Allohdan yo'l so'ragan kishi to'g'risida munozirlashib qoldim. Sen Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o kishi haqida nima deganligini anglaganmiding?" dedi Ubay. "Ha, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Musa Bani Isroil jamoatining orasida turadi. Bir odam kelib Musadan, "Sen o'zingdanmi olimroq bir kishini bilamsan?" deb so'ragan edi. Musa, "Yo'q" dedi. Allah Musaga vahiy qilib, "Balki bizning bandimiz Xizr bor" dedi. Musa Allohdan Xizrni qanday topa oladiganligini so'ragan edi. Allah uningga bir beliqni belgi qilib berdi. Musaga deyildiki, "Sen qachon beliqni yo'qotsang, keyningga qaytib, beliq dengizga kirib ketgan yerni izlab mangsang, Xizr bilan uchrashsan." Safarda xizmatkari Musaga, "Qaramamsan, biz tash ustida aram olganimizda beliqni unutib qoptiman. Uni elib olishni shayton unduldiribdi" dedi. Musa, "Bu dal biz ko'zlagan nishon edi" dedi. Da ikkisi beliqni izlab kelgan izi bilan qaytib ketib etib, Xizr alayhissalomni topdi. Ondan Musa bilan Xizr alayhissalom to'g'risida Alloh taolo o'z kitobida so'zlab bergan ishlar yuz berdi. İmam Muslimdagi shu rivoyatda mundaq deyilgan: "İkkisi yana birlikda mangdi. Ular o'ynayotgan bolalarni uchratdi. Xizr u bolalardan birini yengillik bilan ko'tarib qo'ydi. Musa alayhissalom shu chaqda qattiq qo'rqib ketib, "Sen bir begunoh jonni o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding" dedi. Sahih Buxoriyda yana mundaq kelgan: Xizr aytdi, "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demedimmi?" Musa alayhissalomning birinchi savoli unutib qolganlikdan, ikkinchi savoli shart qo'yish yo'sidan, uchinchi savoli qasddan bo'ldi. Tirmizining sahih rivoyatida mundaq kelgan: "Beliqdan bir oz yeyilgan edi. Uningga suv temtilganda qaytadan kirdi." İmam Buxariyning Sahih Buxoriydagi rivoyatida Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aloqasida bo'lganicha yanimga kelib, "La ilaha illalloh. Arablarga yaqinlab kelayotgan yomonlikdan voy. Bugun Ya'juj Ma'jujning to'smasidan munchalik ejilib ketdi" deb ko'rsatkich barmoqi bilan bosh barmoqini tugilak oldi qildi. Men, "Ey Rasululloh, aramizda yaxshi kishilar to'simi, halok bo'lamdiq" deb so'rasam, "Agar yomon ish ko'payib ketsa, cho'qim shundoq bo'ladi" deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning to'sma haqida mundaq deganligini rivoyat qildi: "Ya'juj va Ma'juj to'smini har kun ko'laydi. To'shk echilay deb qolganda ularning boshlig'i, hozircha qaytib ketib, at ko'linglar" deydi. Shuning bilan atisi Alloh taolo to'smini burunqidan mustahkam qilib, aslab qaytirib qo'ydi. Oxiri ularga belgilangan muddat to'shib, Alloh taolo ularni xaloyiqqa avatishni iroda qilganda ularning boshlig'i, hozircha qaytib, Alloh xolisa at ko'laysizlar deydi. Ular atisi kelib, to'smini oqshim qo'yib ketgan holat turganligini ko'rdi. Shuning bilan ular to'smini tishib, xaloyiqqa hujum qildi. Suvlarni ichib tugitdi. Xaloyiq ulardan qechishdi. Ular o'qlarni osmonga qartib assa, o'qlari qonga bo'yalgan holda qaytib tushdi. Ular buni ko'rib, ko'nglining qarligi va kavurligidan zamindagilarni yangdiq, osmondagilardan ustun keldik deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo ularning gejgisiga qurut tushirdi-da, ular halok bo'ldi.
Muhammedning jini ilkid bo'lgan zot bilan qasamki, zimindagi chaharpaylar ularning go'shtlarini yeb, semirib, shashlashib, sutlik bo'lib ketadi. İmam Buxariyning rivoyatida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning o'g'li Mus'abdan mundaq rivoyat qilinadi. Men dadamdan sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylimi? degan oyat tilg'ilingan kishilar Haruriya xavorijlarimi deb so'rasam, u yo'q, ular Yahudi nasoralar. Yahudiylar Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Nasoralar bo'lsa jannatni inkor qilib, jannatda yemak-ichmak yo'q dedi. Haruriya xavorijlar bo'lsa Alloh qilgan ahdini buzib etdi. Said ibn Abu Waqqas ularni fosiqlar deb ataydi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni igiz bo'yliq, simiz bir odam keladi. Lekin u odam Allohning nazarida pashining qonitishilikmi kelmaydi degandan keyin qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilch e'tibor olmaymiz degan oyatni o'qinglar dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Said ibn Abu Fazala Ansari degan sahabiydan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo qiyomat kuni butun xaloyiqni to'plaganda jakarchi, kimki Alloh uchun qilgan bir amalga boshqa birini sherik qilgan bo'lsa, uning savobini Allohning g'ayridan talab qilsin. Chunki Alloh taolo o'ziga sherik keltirib turib qilingan amalga eng behojatdir deb jakarlaydi. İmam Muslimning rivoyatida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Najran qabilasining vakillar umiki Madinaga kelganda mendan sizlar ey Harunning hamshirisi deb o'qiydi ekansizlar. Musa degan Isodan munchalik yil ilgari o'tgan tursa, Maryam qandoqmi Musa bilan Harunning hamshirisi bo'lib qoladi deb so'radi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga borib bu haqda so'rsam, ular ilgirki payg'ambarlar va solihlarning atlarini qo'yishatdi deb javob berdi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibrilga bizni hozirqidan ko'proq yo'qlab tursang bo'lmamdi degan edi. Shuning bilan biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi-keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi degan oyat nozil bo'ldi. İmam Muslimning rivoyatida Ummu Mubashshir radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hafsaning qishlik chog'da daraxt ostida bay'at qilganlardan birarsi do'zaxga kirmaydi inshaalloh dedi. Hafsa, yo'q ey Rasululloh kirdi dedi. Payg'ambar alayhissalom uni undaq demaslikka buyurdi. Hafsa, sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishim qolmaydi degan oyatchi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz, zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz dedi deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kishilar do'zax oldiga kelishadi, keyin uning oldidan qilgan amallarining fazli bilan qaytib ketadi. Eng tez ketgani chaqmoq tezligida, uningdan keyingisi shamol tezligida, uningdan keyingisi yugurik otning tezligida, uningdan keyingisi tiz chapgan tugining tezligida, uningdan keyingisi normal inson yugurgan tezlikda, undan keyingisi piyoda mangan tezlikda ketadi. İmam Ahmedning Raviylar ishonchli rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma ikki barmoqini ikki qo'lga tiqib turib mundaq degan: agar bu ikki qo'liqim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oyatdagi berish degan so'z kirish demakdir. Ya'ni yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, har qanday kishi do'zaxga kirmay qolmaydi. Lekin o't mo'minga Ibrohimga bo'lgandek salqin va omonlik bo'ladi. Hattoki do'zax ularning salqinligidan voysirab ketadi. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz, zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz deganligini anglamagan bo'lsa, gas bo'lib ketsin.
İmam Buxariyning rivoyatida Habbab radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Jahiliyat davrida tümürçülük qilatdim. Mening As ibn Vailda ilishim bor edi. Uni söylab kelsam, As ibn Vail, sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan tanmoqcha ilishingni bermayman dedi. Men Allah seni öldürüp tirildirmekçe men onundan tanmayman dedim. O, men ölüp bolgandan keyin tirilamdiman. Qayta tirilib qo'limga mol dunyo tegib qolsa, qarzini shu chog'da beray dedi. Aradan ko'p o'tmay, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? U g'aybni bilganmi? Yoki marhamatli Allohning ahdiga erishganmi? Hargiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga beradigan azobni kuchaytiramiz. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodlarini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi degan oyatlar nozil bo'ldi. Elhamdülillah, Allah'ın tevfiki bilen Sure Kehf ve Sure Meryem'ninki tefsiriga aloqador sahih hadislerini o'qib bo'lgan bo'ldik. Alloh hammalarga fayliq ilm ato qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, anlayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Mecmu'at Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bo'limida ketib boramiz. Bugun o'qiydiganimiz Taha, Anbiya, Haj ve Mü'minin surelerining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Bu surlarningki tafsiriga aloqador sahih hadislar ko'p emas ekan. Shuna o'smi sahihlarni to'lab o'qiylik. Tabaranining Al-Awsatdagi raviylari ishonchlik rivoyatida Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bola chaqalari turmush qiyinchiligiga yo'liqqanda ularni namoz o'qishga buyurib, "Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga shidmat bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz, sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir" degan oyatni o'qiydi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning ba'zilar Allohga shak shubhi bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik qilsa, dinda turadi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga biror baxtsizlik yetsa, dindan yana oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir degan oyat to'g'risida mundaq degan. Ba'zi kishilar Madinaga kelib, ayoli o'g'il tug'sa yoki etib taycha qilsa, bu yaxshi din ekan deydi. Agar ayolimi etimi tug'masa, bu yomon din ekan deydi. İmam Buxariyning rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaq degan: Qiyomat kuni da'vo uchun Allohning oldida yukinib o'ltiradigan tunji odam men bo'laman. Qays ibn Ubad mundaq degan: Bu ikki firqa Parvardigor to'g'risida munozirlashdi degan oyat Badr g'azotida yakka elishqonlarga qartilgan bo'lib, ular Ali, Hamza, Ubayda bilan Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a va Valid ibn Utba qatorliqlardir. İmam Ahmed, Mevsili ve Bazzarlarninki ravileri Seyyid'in ravileri bo'lgan hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning kimki Masjid-i Haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni testimiz degan oyat haqida mundaq degan: Navoda bir odam Adan Abyan degan shaharda turib, haramda zulm qilishni yo'qolib ketsa, albatta Alloh taolo uningga qattiq azobni testidi. Nasai'ning sanadi sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan chiqarilganda Abu Bakr radhiyallohu anhu ular payg'ambarni chiqarib o'tishdi. Biz cho'qim Allohning elkidimiz. Oxiri uningga qaytimiz. Ular cho'qim halok bo'lib ketadi dedi. Ko'p o'tmay Alloh taolaning
Hujum qiluvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir degan oyat nozil bo'ldi. Shu chaqda men urush bo'lganligini bilgan edim. Shunga bu oyat urush qilish haqida nozil qilingan tunji oyatdir. Tirmizining sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolaning sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar degan oyat haqida ular aroq ichib o'g'irlik qildiganlarmi deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom yo'q, ey Siddiqning qizi, ular ro'za tutadigan, namoz o'qiydigan, zakat beradigan turug'liq amallarining qabul bo'lmay qolishidan ansiraydiganlar bo'lib, ana shular yaxshi ishlarni qilishga aldiruvchilardir dedi. Shuning bilan Taha, Anbiya, Haj va Mü'minun suralarininki tafsiriga aloqador sayidislar tugdi. Alloh ularga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bo'limida ketib qolgandik. Bugun o'qiydiganimiz Nur surasining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Tirmizining sanadi Hasan rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bo'lsidan mundaq rivoyat qildi. Abu Marsad ismli bir odam bor bo'lib, u Makkadagi mushriklarning qo'liga tushib qolgan musulmonlarni qutuldirib Madinaga elib keldi. Makkada Anaq ismli bir posh ayol uning oshnasi edi. Marsad Makkada asorat qilgan bir musulmonni Madinaga yetkazib qo'yishga va'da bergan edi. Rivoyatning davomida Marsad mundaq degan: Bir aydan kechida Makka tomlaridan birining qishig'i kelib turdim. Shu asnoda Anaq kelib qoldi. U soyamni ko'rib menga yaqinlashib keldi-da, tunib qilib, "Marsatmisan?" dedi. Men, "Ha, men shu" dedim. U, "Marhaba, bu kechini men bilan o'tkazgan" dedi. Men, "Ey Anaq, Alloh taolo zinoni harom qilyapti" dedim. U meni indak keltira olmay, "Ey xaloyiq, bu sizlarning qo'linglardagi asirlarni elib qochadigan odam bo'ladi" deb vaqirdi. Uning ovozini anglab 8 odam yugurib keldi. Men Xandama tog'iga qarab qochib bir g'arga yo'shirinib oldim. Qo'g'lab kelganlar beshimning ustiga kelib turdi, lekin meni ko'rmadi. Birdan turgandan keyin kichik ta'ritini ravo qilishdi. Ularning suyidiki beshimga tushdi. Alloh taolo ularga meni ko'rsatmadi. Ular qaytib ketgandan keyin men va'dalashgan odamning yoniga berib uni yutib mangdim. U intayin ig'i bir odam edi. Makka sirtidagi chig'liqqa yetib berib, uning kishilarini yechdim. Uni toki Madinaga borg'ich ko'tarib mangdim. Meni qattiq charchitib etdi. Madinaga kelibla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Anaqni nikohim olaymi?" desam, Payg'ambar alayhissalom javob bermay jim turib oldi. Keyin Alloh taolaning zina qilguvchi faqat zina qilguvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilguvchi ayol faqat zina qilguvchi erga yoki mushrikka tegadi. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom bu oyatni menga o'qib bergandan keyin uni olmag'in dedi. Nasaining sanadi sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Hilal ibn Umayya Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'z ayolining Sharik ibn Sahma bilan zina qilganligini aytib turib oldi. Ya'ni qaraladi. Alloh taolo xotinlarini zina bilan qaralagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning nanti bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qolinadi. 5-qatimda agar u rasullardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'lgan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi degan oyatlarni nozil qildi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom ularni o'z gapining rostligini isbotlash uchun la'natlashishga chaqirdi. Mana bu
İslam tarixidagi tunji la'natlash edi. İmam Buxariyning rivoyatida Zuhriydan mundaq rivoyat qilinadi. Urva ibn Zubayr, Said ibn Musayyab, Alqama ibn Waqqas va Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud qatorliqlar Hazrati Aishaga bo'hton chaplash voqeasi bayon qilingan hadisni rivoyat qildi. Bu hadisda munofiqlar Hazrati Aishaga zinoxorlik bo'htoni chaplaganligi, Alloh taolaning Aishani aqlab, uning undaq ishni qilmaganligi haqida oyat nozil qilganligi bayon qilingan edi. Bu hadisni menga to'rtlisi rivoyat qilib berdi. Ba'zilarning rivoyati tafsili, ba'zilarining texim uzun bo'lsa-mu, hammasi bir-birining mazmunini tasdiqlaydi. Men hammasining rivoyatini to'liq yodlab oldim. Bu rivoyatlarga ko'ra, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga chiqmoqchi bo'lganda, ayollarining orasida chek tashlaydi. Chek kimga chiqsa, safarga shuni elib chiqadi. Bir g'azotga chiqmoqchi bo'lib, bizning aramizda chek tashlagan edi, chek menga chiqdi. Shuning bilan men safarga atlandim. Bu hijoblanish farz bo'lgandan keyingi chaq edi. Men kajuvda mang'atdim. Qo'nalg'iga tushgandimmi, kaju bilan yerga tushirildim. Payg'ambar alayhissalom g'azotdan farig' bo'lib Madinaga qaytdik va bir yerga kelib tushdik. Payg'ambar alayhissalom kechasi qo'shinni atlanishga buyurdi. Men o'rnimdan turib, qo'shindan chetrak bir joyga hojatga berib qaytib kelib qarasam, bo'ynimdagi zifarning kahrva monchiqi uzilib tushib qopti. Men hojat qilgan yerga qaytib berib, monchoqni izlash bilan bo'lib qoptiman. Kajvamni tögiga artib tangan kishilar meni kajva ichida bor deb o'ylab, kajvini tögining ustiga artibla yurib ketibdi. U chaqlarda ayollar tamoqni oz yeganlikdan o'roq, yenik bo'ladi. Uning ustiga mintaqi yosh kichik qiz edim. Shuning uchun mening kajvida yo'qligim ularga bilinmabdi. Men monchiqimni tepib qaytib kelsam, qo'shin yurib ketib, bu yerda hech odam qolmabdi. Shuning bilan tushgan joyimga qaytib berib, ular meni izlab keladi-ku deb o'ylab o'ltirib, ko'zim uyquga ketib qopti. Qo'shinning orqasida qolib qolgan narsalarni terib mangadigan Safvan ibn Muattal, Sulami, Zakvani u yerga yetib kelib, uxlayotgan birisining qarasini ko'ribdi-da, yiqilib kelib meni tunibdi. U ijob farz bo'lishdan ilgari meni ko'rganlik uchun tunib qolib, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun." Biz Allohning elchimiz, yana Allohning dargohiga qaytib boramiz dedi. Uning ovozini uyg'onib, yuzimni chimparib bilan yo'g'ib oldim. Allohning nomidan qasamki, biz faqat gap so'z qilishmadik. Men uning ash oyatni o'qigandan boshqa bir eg'iz so'z qilganini anglab boqmadim. U tizlikda tugishini cho'ktirib, tugining oldi putiga dasab turdi. Men tugiga mindim. U tugini itlab mangdi. Ertasi tush vaqti kun toza qizg'an chog'da bir yerga tushib dam olayotgan qo'shinga yetishib oldik. Bizni ko'rgan munofiqlar darhol bo'hton to'qib halokatga yuzlandi. Ularning boshchisi Abdullah ibn Ubay ibn Salul edi. Urva mundaq dedi: "Menga aytib berilishicha, uning qishida ashundoq so'z-cho'chaklar qilinsa, tarqitilsa, u quloq silib anglab, tixim ko'chlab ulg'aytib beribdi ekan. Tuhmat chaplug'ishlardan faqat Hassan ibn Sabit, Mistah ibn Usasa va Amna binti Jahsh qatorliq bir qancha kishilarningla ismi chiqqan. Boshqalarim bor bo'lib, lekin men ularning ismini bilmayman. Lekin ular Alloh taolo aytgandek bir guruh kishilardir. Ularning ichida bo'htonning ko'proq qismini tarqatgani Abdullah ibn Ubay ibn Salul edi. Hazrati Aisha huzurida Hassan ibn Sabitning tilanishini yomon ko'ratdi va "Atam, bovam ham izzat nomusum, Muhammadning izzat nomusi uchun fidodir" deb she'r o'qigan deydi. Aisha so'zini davomlashtirib mundaq deydi: "Nihoyat Madinaga qaytib keldik. Men og'rib qolib, bir oy sirq chiqmay yetib qoldim. Madinada so'z-cho'chak tarqalib, mening ustimdan to'qilgan bo'hton tildan tilga ko'chib yuribdi. Payg'ambar alayhissalomga kelsak, burun og'rib qolsam, menga ko'rsatgan mehr-shafqatni bu qatim ko'rgili bo'lmaydi. Uning muomalasidan kesilim tig'im eg'ilishib ketib boradi. U ujramga salom berib kelib, ahvoling qandoq deb qo'yatdi. Bu muomaladan shubhlanishga boshladim. Ammo sirtda bo'layotgan so'z-cho'chaklardan hech narsa uqmaydim. Kesilim saqayishga boshlaganda Mistah bilan sirtqa hojatga chiqdim. Biz sirtqa hojat uchun kechidil chiqatdik. Shu chaqda uyning atrofiga hojatxona silish odati paydo bo'lmagan edi.
Bunun qarablarının adeti bo'yicha hojatxona uyga yaqin bo'lsa puraydi deb dalg'a qilinadi. Men umum mistah bilan billa hojatga chiqdim. U Abu Ruhim ibn Mutallib ibn Abdumanafning qizi bo'lib, onasi Sahr ibn Amirning qizi, Abu Bakr Siddiqning ammasi edi. Mistah ibn Usasa ibn Abbad ibn Mutallib uning o'g'li edi. Umum Mistah bilan uyimiz tarafga qarab kelayotganimizda u etkik putlashib yiqilib tushdi-da, Mistah beshin yesin dedi. Men uningga ajab yomon gap qilding-ku, Badr g'azotida qatnashgan odamni qag'amsan desam, u menga ularning qilib yurgan so'zlarini anglamadingmi deb bo'xton chaplag'ishlarining qilib yurgan so'zlarini aytib berdi. Buning bilan og'riqimga og'riq qo'shildi. Hujramga qaytib kelganimdan keyin payg'ambar alayhissalom kirib salom berib, "Qanday ahvoling?" deb ahvolimni so'radi. Men payg'ambar alayhissalomdan ota-onamning uyiga berishga ijozat so'radim. Maqsadim ulardan haqiqiy ahvolni o'qish edi. Payg'ambar alayhissalom menga ijozat berdi. Men ota-onamning uyiga kelib, onamdan, "Ey ana, haq nima so'zlaklarini qilishyotidi?" deb so'rasam, onam, "Qizim, o'zingni ufuratma, eri amroq, o'zi chiroyli, kundashlari bir ayol to'g'risida har qism gaplarning chiqishi muhaqqaq" dedi. Men, "Subhanalloh, Alloh paktur, haq mundaq gaplarni qilib yuribdi" dedim. Shu kechasi tong otqicha uxlamay yig'lab chiqdim. Bu vaqtga vahiy kechikkanlikdan payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talib bilan Usama ibn Zaydni chaqirib, ulardan men bilan ayrilib ketish haqida fikrni elib kirgan ekan, Usama payg'ambar alayhissalomning ayolini pok deb bildiganligiga va o'zining yaxshi ko'ngliga asosan, "Ey Rasululloh, sening ahling sana loyiq, afifa, iffatlikdir. Allohning nomi bilan qasamki, biz Oyishani pok deb bilamiz" debdi. Ali ibn Abu Talib, "Allah seni xotinning qisib qo'ygani yo'q. Oyishadan boshqa xotinlarim jiqqo. Oyishaning xizmatchisi Bariradan so'rab baqsang, u rostini aytib beradi" debdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom Barirani chaqirib, "Ey Barira, Oyishada biror gumonliq ish sezdingmi?" deb so'rabdi. Barira, "Seni rost payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Oyishadan biror ayiblik ishni ko'rganim yo'q. U xamir yug'urib o'tib uxlab qoladigan va molvaran kelib xamirni yeb olsam to'ymaydigan kichik qiz" debdi. Shu kuni payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ubay ibn Saluldan ranjiganligini jakarlamoqchi bo'lib, musulmonlarni yig'ib munbarga chiqib, "Ey jamoat, mening ayolim to'g'risida meni ranjitgan odam bor. Kim uningdan o'chimni elib beradi? Allohning nomi bilan qasamki, mayli ayolim yoki Saffan ibn Muattal bo'lsin, ularda poklikdan boshqa narsani sezganim yo'q. Saffan mening uyimga men bilan kiradi" degan edi. Bani Abdul Ashhal jamoatidan Sa'd ibn Muaz o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, mana men uningni o'chini elib beraman. Agar u odam Avs qabilasidan bo'lsa, uning kallasini olamiz. Agar u Xazraj qabilasi qarindoshlarimizdan bo'lsa, uni nima qildisang shunday qilamiz" dedi. Xazraj qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Ubada yaxshi odam edi. Biroq u Hassanning onasi bilan bir aymoqlik bo'lib, uning bilan bir navri bo'lg'achqa, tuqqanchilik tarafi besib ketib, o'rnidan turib, Sa'd ibn Muazning so'ziga raddiya berib, "Xatolashding. Allohning nomi bilan qasamki, uni o'ltirgili qo'ymaymiz. Navoda u sening tuqqanlaringdan bo'lgan bo'lsa, o'ltirilishini hargiz xohlamayding" dedi. Buni anglab, uning tog'asining o'g'li Usayd ibn Uzayr o'rnidan turib, Sa'd ibn Ubadaga, "Allohning nomi bilan qasamki, balki sen xatolashding. Allohning nomi bilan qasamki, uni o'ltirmiz. Sen cho'qim munofiq. Munofiqlarning tarafini elayotsan" dedi. Shuning bilan Avs qabilasi bilan Xazraj qabilasi urushib ketishga tas qoldi. Payg'ambar alayhissalom munbarda turib, ularning achchig'iga ay berishni aytib yurib, ishni aram bestirib oldi. Men kechgacha yig'lab, ko'zimdan yosh qurimadi. Ko'zim uyquga bormadi. Ertaganda ota-onam menimga kirib keldi. 2 kecha bir kunduz to'xtamay yig'lavergachga, o'tim yerilib ketdimikin deb o'ylab qoldim. Yig'layotgan chig'imda ota-onam menimda o'ltiradi. Ansarilardan bir ayol kirishga ijozat so'radi. Ijozat berdim. U kirib men ichag'irtib, men bilan yig'lab o'ltirdi. Biz shu holatda turganda payg'ambar alayhissalom kirib o'ltirdi. Men to'g'riliq so'z yoshak taralgandan buyon u mening yonimga kelib o'ltirib boqmagan edi. Payg'ambar alayhissalom kalim shahodat aytgandan keyin, "Ey Oyisha, sening ustingdan turli so'zlarni angladim. Agar sen pok bo'lsang, Alloh seni aqlaydi. Gunoh qilib solgan bo'lsang, Alloh istighfar aytib tavba qilgan, banda gunohi iqro bo'lib tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi" dedi. Bu so'zlarni anglab qattiq yig'lamoqchi bo'ldim. Ammo yeshim qurib ketgachga ko'zimdan bir tomchi yoshim chiqmay qoldi.
Ata-anamga Resulullah'ның sözüge men üçün cevap beringlar dedim. Ata-anam Allah'ның namı bilan qasam qilamiz ki Resulullah'ga nima deyishimizni bilmaymiz dedi. Yeşim tek küçük bulgaçqa köp ayet yadlay olmagan edim. Şuna sizler kişilerning sözleriga şu kadar ishongensizlar ki agar men o'zimni pok desam Allah albatta pokligimni biladi. Sözümge ishonmaysizlar. Agar töhmetni ustimga olsam Allah pokligimni bilsimi sizlar uning cho'qim ishinsizlar. Allah'ның namı bilan qasam qilamanki bu vaqtda sizlarga aytish uchun Yusuf alayhissalomning otasining ya'ni Yaqub alayhissalomning men faqat chiroyliqcha savr qilaman. Sizlarning so'zinglarni ko'tarishga Alloh madadkordir degan so'zidan boshqa narsa demayman dedim. Allohning pokligini bildiganlik uchun meni aqlashini umid qilib, ham cho'qim aqlaydi deb ishonch qilib, o'rnimga berib yotdim. Lekin Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolaning mening haqqimda oyat nozil qilishini o'ylamagan edim. O'zimni Qur'onni tilga ilinishga arziydigan odam deb qaramaydim. Allah mening pok ekanligimni payg'ambar alayhissalomning tushiga ayon qilishini umid qilatdim. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhissalom texi o'rnidan qo'zg'almagan bo'lib, uydagilardanmi hech kim sirtqa chiqib ketmagan edi. Shu asnoda payg'ambar alayhissalomga vahiy nozil bo'layotganligini bildim. Chunki qish bo'lishiga qaramay qattiq terlab, usti-beshidan munchaq ter oqayotdi. Chiroyi bekmi jiddiy tus olgan bo'lib, vahiyning ig'irligidan mushalliq kirib qolgan edi. Vahiy nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom kulimsirab turib, "Ey Ayşe, Allah'a hamd aytqinki, Allah seni aqlidi" dedi. Anam bana, "Qizim, o'rningdan turib Rasulullohga rahmat aytqin" dedi. Men Allohning nomi bilan qasam qilamanki, o'rnimdan turmayman. Allohdan boshqaga rahmatmi aytmayman dedim. Alloh taolo meni aqlash uchun shubhasizki, sizlardan bir guruh odam Aishaga bo'xton chapladi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sizlar savr qilganliginglar bilan savobga erishganliginglar uchun va Aisha safvallarning pokligi oshkor bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton chaplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azob duchor bo'ladi degan so'zi bilan boshlangan 10 oyatni nozil qilgan edi. Mistah ibn Usasa Hazreti Abu Bakrning tuqquni bo'lib, yo'qsul bo'lg'achqa Abu Bakr uning turmushidan xabar olib turadi. Allah taolo meni aqlab oyat nozil qilgandan keyin Abu Bakr Siddiq Allohga qasam qilamanki, Aishaga bo'xton chaplaganlik uchun buningdan keyin Mistahga hargiz yordam qilmayman degan edi. Allah taolo bu to'g'risida sizlarning oranglarda ahli fazli va davlatman bo'lganlar, xish aqrabolarining, miskinlarning va din uchun hijrat qilganlarning holidan xabar olmaslik qasam qilmasin. Ularning gunohini kechirsin, kang qo'rsoqlik qilsin. Allohning sizlarni mag'firat qilishini so'ymamsizlar? Allah ko'p mag'firat qilguvchi va nihoyat rahmat qilguvchidir degan oyatni nozil qildi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq to'g'ri, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men Allohning mag'firat qilishini albatta yoqtiraman deb Mistaqqa berib kelayotgan nafaqasini asli keltirdi va Allohning nomi bilan qasamki, uningga qilayotgan yordamimni hargizim to'xtatmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom Zaynab binti Jahdin "Ey Zeynep, Aisha haqida bilgan va ko'rganlaring bormi?" deb so'ragan ekan. Zeynep, "Ey Rasululloh, men anglamaganni angladim, ko'rmaganni ko'rdim deya olmayman. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Aishani yaxshi deb o'ylayman" deb javob beribdi. Vaholanki, Zeynep payg'ambar alayhissalomning ayollari ichida men bilan ustunlik talashatdi. Alloh uni taqvodorlik sababidan tuhmatga ishtirok qilishdan saqladi. Ammo uning singlisi hamda meni tushirib ochiq xizmat ko'rsatish uchun bo'xton chaplaganlar qatorida halokatga yuzlanib ketdi. Zuhri mundaq deydi: U 4 rivoyatchidan bo'xton chaplag'uvchilar haqida menga yetib kelgan ma'lumotlar mana shulardan iborat. Urva mundaq deydi: Hazrati Aisha menga mundaq so'zlab bergan edi. Allohning nomi bilan qasamki, ular qarilgan eliq odam Safvan ibn Muattal subhanalloh, jinim ilkid bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, men biror ayolningmi kiyimini qayirib boqmaganman, ya'ni munosabat o'tkazib boqmaganman debdi. Keyin u Alloh yo'lida shahid bo'ldi. İmam Buxoriyning rivoyatida Aishadan mundaq rivoyat qilinadi. Allohning nomi bilan qasamki, ular qarilgan eliq odam, ya'ni Safvan ibn Muattal subhanalloh, jinim ilkid bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, men biror ayolning kiyimini qayirib boqmaganman, ya'ni munosabat o'tkazib boqmaganman debdi. Keyin u Alloh yo'lida shahid bo'ldi.
İmam Buxariyning rivoyatida yana Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening haqqimda xutba so'zlash uchun o'rnidan turib, oldi bilan shahodat aytib, ondan Allohga loyiq ravishda hamd sano aytgandan keyin maqsadga kelsak, ayolimni bir odam bilan qaralagan kishilar haqida menga maslahat ko'rsatinglar. Allohning nomi bilan qasamki, men ayolimning va u odamning ilgari yomon ish qilganligini bilmayman. U shundoq odamki, men uyda bo'lmasam, u uyimga qattiq kirib qolmaydi. Safarga hamisha men bilan birga chiqadi, dedi. Said ibn Muaz o'rnidan turib dedi. Bu rivoyatda yana mundaq deyilgan. Shu kuni oqshimi Mistah bilan birga hojatga chiqdim. U putlashib ketib, Mistah beshini yesin dedi. Men o'z o'g'lini tilg'ining nimasi dedim. U jimib qoldi. O ikkinchi qatim putlashib ketib yana Mistah beshini yesin dedi. Men uningga yana o'z o'g'lingni tillamsan dedim. O uchinchi qatim putlashib ketib yana Mistah beshini yesin dedi. Men uni silkishladim. Shuning bilan u Allohning nomi bilan qasamki, men uni sen uchun tillayapman dedi. Men nima uchun bundoq deysan deb so'rasam, u menga so'zlarni bir-birlab so'zlab berdi. Men Rasululloh shunday gaplar bo'ldimi desam, u ha, Allohning nomi bilan qasam qilib beraman dedi. Buni anglab parishonlikda hojatmi qilg'im kelmay, uyga qaytib og'rib yetib qoldim. Yana bundoq deyilgan. Men yosh to'kib, o'kirib yig'lab ketdim. Dadam Abu Bakr o'g'zida qiroat qilayotgan ekan. Ovozini anglab o'g'zidan tushib onamdan "Uningga nima bo'pti?" deb so'radi. Anam uning ustidan to'qilgan so'zlarni o'qibdi, dedi. O'qibdi, dedi. Dadamning ko'zlaridan yosh qo'yildi va "Ey qizim, men sening uyingga qaytishingni talab qilaman" dedi. Men qaytdim. Men yo'qchaqda Rasululloh Payg'ambar alayhissalom hujramga kirib, dedikimdan men to'g'ri so'ragan ekan, u Allohning nomi bilan qasamki, men uning biror aybini bilmayman. U xamir yug'urib uxlab qolatdi. Qo'y kelib xamirni yeb kesin to'ymaydi debdi. Va sahobalar uni ogohlantirib, Rasulullohga rostni aytqin deb ustimdan to'qilgan so'zlarni uning tushuntirgan ekan, u subhanalloh, Allohning nomi bilan qasamki, men Oishani xuddi zargar qizil oltinni bilgandek bilaman debdi. Yana bundoq deyilgan. Men Yaqub alayhissalomning ismini eslay olmay, Yusufning dadasi dedim. Yana bundoq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey Aisha, xush xabar, Alloh seni paklab oyat tushirdi" dedi. Men odatdan tashqari darg'azab bo'lib o'ltiratdim. Ota-onam, "Qizim, o'rningdan turib Rasulullohga rahmat aytqin" dedi. Men Allohning nomi bilan qasam qilamanki, o'rnimdan turmayman. Uningga sizlarga rahmat aytmayman. Faqat meni paklab oyat nozil qilgan Allohga rahmat aytaman. Sizlar so'zlarni anglab turib, uni ya ayblimadinglar yoki yo'qotishtirmadinglar dedim. İmam Buxariyning rivoyatida Zuhriydan mundaq rivoyat qilinadi. Valid ibn Abdul Malik mendan Alining Aishani qarlaganlar qatorida ekanligini xabaring bormi deb so'ragan edi. Men yo'q, sening jamoatingdan Abu Salama ibn Abdurrahman bilan Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Haris ikkisining men so'zlab berishicha Aisha radhiyallohu anha u ikkalanga Alining o'z haqidagi savolga sukut qilganligini aytib bergan ekan dedim. İmam Buxariyning rivoyatida Urva mundaq degan. Töhmet çaplıqçılardan faqat Hassan ibn Sabit, Mistah ibn Usasa, hamda binti Jahsh qatorliq bir qancha kishiningla ismi chiqqan. Aisha o'zining oldida Hassan ibn Sabitning tilinishini yomon ko'ratdi va "Atam, bovam ham izzat nomusum, Muhammadning izzat nomusi uchun fidodir" deb she'r o'qigan deydi. İmam Buxariyning rivoyatida Masruhdan mundaq rivoyat qilinadi. Biz Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kelsak, Hassan ibn Sabit o'zining Aishani maqtab to'qigan bunu beytini o'qiyotgan ekan. Qilchi gumandinmu yiroq, iffetlik isil, pak ayollar g'ayvatiga emasdir xushtar. Hassan beytini o'qib bo'lgandan keyin Aisha uningga, "Lekin sen undaq emas" dedi. Men Alloh taolaning bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azob duchor bo'ladi degan tursa, uning uyinga kirishiga ruxsat qilganing nimasi desam, Aisha ko'r bo'lib qilishdanmi qattiq azob bormi? U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dab boshqalar bilan mushoiralashadi dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Masruq ibn Ajda'dan rivoyat qilinadiki, Aisha radhiyallohu anhaning onasi Roman radhiyallohu anha uningga mundaq so'zlab bergan.
Men Ayşe bilan birga o'ltiratdim. Bir ansar ayol Allah palonchini undaq qilib o'tkay, mundaq qilib o'tkay deginicha kirib keldi. Men "Nemish qundoq deysan?" deb so'rasam, u ayol "O'g'limni tuhmat so'zlarini tarqatib yurganlar qatorida" dedi. Ayşe "Qaysi tuhmat u?" deb so'ragan edi. U ayol hamma ishni aytib berdi. Ayşe bu so'zlarni Abu Bakr bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam angladimi deb so'ragan edi. U ayol "Ha" deb javob berdi. Buni anglab Ayşe hushidan ketib yiqildi va jug'jug'i titrab, qizirib ketgan holda hushiga keldi. Men uning ustidagi kiyim-kechaklarini yepib cho'mkab qo'ydim. Payg'ambar alayhissalom kelib, "Nima bo'ldi?" deb so'radi. Men titrak aralash qizitma bo'lib qoldi desam, payg'ambar alayhissalom balki o'zining ustidan deyilgan gap so'zlar sababidan shundoq bo'lgandi dedi. Ayşe "Ha, shundoq bo'ldi" deb o'ltirgandan keyin Allohning nomi bilan qasamki, agar men o'zimni paklab qasam qilsam-mo, so'zimga ishonmaysizlar. Agar o'zimni aqlab o'zra aytsam, o'zlarimni qabul qilmaysizlar. Bizning hozirgi ahvolimiz xuddi Yaqub alayhissalom bilan uning bolalarining ahvoliga o'xshaydi. Men faqat chiroyli sabr qilaman. Sizlarning so'zinglarni ko'tarishga Alloh madadkordir, dedi payg'ambar alayhissalom qaytdi. Allah Ayşe'nin paklik haqida oyat nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom buni Ayşe'ga aytgan edi. Ayşe Alloh taoladan boshqa hech kimga, hatto senga rahmat aytmayman dedi. Tabranining Al-Kabir'dagi mursal rivoyatida, ya'ni raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan mursal rivoyatida Hakim ibn Utaybadan mundaq rivoyat qilindi. Kishilar Ayşe haqida gap paydo qilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ayşe'ga odam evatdi. Ayşe bu vaqtda mundaq deydi: "Mening qizitmam yo'q turib, cho'g'ildab tisirgan oldi keldim." Payg'ambar alayhissalom: "Ey Ayşe, kishilar nima deydi?" dedi. Men "Seni haq payg'ambar qilib avatgan Allohning nomidan qasamki, osmondan meni aqlab oyat tushmaguncha sana hargizmi o'zir aytmayman" dedim. Shuning bilan Alloh taolo Nur surasidan 15 oyat, ya'ni 11-oyatdan 26-oyatgacha nozil qildi. Hakim u oyatlarni o'qib Alloh taoloning bu so'zgicha tamomladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ana shular ularning chaplagan bo'htonlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, noz-ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramand bo'ladi. Hakim yana mundaq deydi: "Demak, yomon ayollar yomon erlarga, yomon erlar yomon ayollarga, yaxshi ayollar yaxshi erlarga, yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir." Tirmizining Hasan rivoyatida Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilindi. Meni aqlagan oyatlar nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarga chiqib, u oyatlarni o'qidi. Ondan munbardan tushib buyruq qilgan edi: "Menga bo'xton chaplagan 2 er bilan bir ayol ikki ayolga bo'xton jazosi ijro qilindi." Imom Buxoriyning rivoyatida Ayşe radhiyallohu anhadan yana mundaq rivoyat qilindi: "Alloh ilgirki muhojir ayollarga rahmat qilsin, chunki Alloh taolo lechaklar bilan ko'kraklarini yapsin degan oyatni nozil qilgan chaqda ular kiyimlarini yirtib, uning bilan bosh va ko'kraklarini purkib olgan edi." Abu Davudning sanadi Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi: Alloh taolaning mo'minlarga aytganki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yapsin, tashqi zinatlardan boshqa zinatlarni oshkorlamasin, lechaklari bilan ko'kraklarini yapsin. Tashqi zinatlardan boshqa zinatlarni erlaridan, otalaridan, ya qaynotolaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rilardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q qismatchilar, ya'ni qiri daldush bo'lganlikdan, jinsiy shahvat yo'qlardan, ya ayollarning oyatlik joylarini o'qimaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar degan oyatning bir qismini, uningdan keyin kelgan yatliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida, nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini silib etsa,
Erlerning oldida odat kiyimlar bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarni selitishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hamman anglab turg'ushidir, bilib turg'ushidir degan oyat mansux qilindi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cabir radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qilindi. Abdullah ibn Ubay bir dedikiga fahish qilib pul tepib kel deydi. Shuning bilan Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melin deb ularni fahishga majburlamanglar. Kimki ularni fahishga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qiluvchidir. Ularga rahim qiluvchidir. Ya'ni fahishga majburlanganlik uchun Alloh ularni javobgarlik tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cabir radıyallahu anhu'dan yana mundaq rivayet qilindi. Abdullah ibn Ubay'ning Musayka ve Umeyye isimli ikki dediki bar bo'lib, u ikki dedikini podshohlik qilishga zo'rlaydi. U ikkisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shikoyat qilgan edi. Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melin deb ularni fahishga majburlamanglar. Kimki ularni fahishga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qiladi. Ularga rahim qiluvchidir. Ya'ni fahishga majburlanganlik uchun Alloh ularni javobgarlik tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Abu Davudning sanadi hasan va mavquf rivoyatida Ikrimadan mundaq rivoyat qilindi. Iroqlik bir qancha kishi Ibn Abbosga: "Ey Ibn Abbos, Alloh taolo bizga: "Ey mo'minlar, sizlarning qullaringlar, cho'rilaringlar va ishinglardagi balog'at ketmagan bolalar namoz bomdatdan burun tushda uxlash uchun kiyimlarni solgan chog'inglarda va xuftandan keyin mushundaq 3 vaqtda yaninglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qolgan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtda ular sizlarga kirsa, sizlarga ularga hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib tursizlar. Alloh sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shunday bayon qiladi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir" deb buyruq qildi. Ammo biz bu buyruqqa amal qilmaymiz. Sen buning qanday qaraysan deb so'ragan edi. Ibn Abbos mundaq javob berdi: Alloh taolo bandalarga rahim shafqatlidir, halimdir. Ular yogashni yaxshi ko'radi. Ularni yogashni yaxshi ko'radi. Burun kishilarning o'ylarida ya parda yoki chimildiq degandek narsalar yo'q edi. Ayoli bilan birga bo'lgan chaqda xizmatchisi yoki bolasi yoki o'z himoyasiga yetim qizi kirib qoladigan ahvollar bo'ladi. Bu sababdan Alloh taolo shunday aramlanadigan chaqlarda kirishdan burun ijozat so'rashga buyurgan. Keyin Alloh taolo musulmonlarning turmushini bayoshat qilib, hammaga ishik va pardalar bekitilgan bo'lg'achqa, endi u oyatga amal qilganlarni ko'rgil bo'lmaydi. Abu Davudning sanadi sahih va mavquf rivoyatida Ubaydullah ibn Abu Yaziddan rivoyat qilinadiki, u Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini anglagan. Ko'pincha kishilar ijozat so'rash oyatiga amal qilishmadi, lekin men bu dedikimni qashimga kirishdan burun ijozat so'rashga buyurayman. Shuni bilan alhamdulillah Nur surasining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugadi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ez qardoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bo'limini o'qiyotgandik. Bugun o'qiydiganimiz Furqon, Shuara, Naml, Qasas ve Ankabut surelerining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Razinning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Alloh taolaning shu kuni zalim, ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab degan oyat haqida mundaq degan. Tilga aylangan bu zalim Uqba ibn Abu Muayt, ba'zilariga ko'ra Umayya ibn Xalaf bo'lib, ular bu kunda Isid payg'ambar bilan nejatlik yo'lini tutsamchu, Isid falan do'st tutmagan bo'lsamchu deydi. Razinning rivoyatida
İbn Abbas radhiyallohu anhumadan yana mundaq rivoyat qilinadi. Uqba ibn Abu Muayt ziyofat tayyorlab, Quraysh kattalarini chaqirdi. Ularning ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bor edi. Payg'ambar alayhissalom tavhid va shahodat kalimalarini aytmoqcha Uqbaning tomqin yemaydiganligini aytib turib oldi. Shuning bilan Uqba vaqtincha bo'lsa-mu shahodat aytdi. Ondan Uqbaning do'sti Ubay yoki Umayya kelib, "Sen ata-bobongning dinini tashlab musulmon bo'ldingmi?" deb so'radi. U, "Yo'q, men faqat uning uyimdan tamoq yemay chiqib ketishidan ansirab shunday qilib qo'ydim" dedi. U, "Sen uning yuziga tukirmoqchi rozi bo'lmayman" deb turib oldi. Uqba uning deganini qildi-yu, Badr g'azotida kallasi tindan judo bo'ldi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan "Qaysi gunoh Allohning nazarida eng ig'ir?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom "Alloh seni yaratgan turib, uning shirik keltirishing" dedi. Men "Bu haqiqatan ig'ir gunoh, undan qolsa deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom "Sen bilan bil tamoq yeyishidan ansirab, balangni o'ltirib o'tishing" dedi. Men yana "Undan qolsa deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom "Qo'shnining ayoli bilan zina qilishing" dedi. Keyin Payg'ambar alayhissalomning bu so'zlarini tasdiqlab, mana oyat nozil bo'ldi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan yana mundaq rivoyat qilinadi. Yaqin xish-aqrabolaringni ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lgan chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safatiga chiqib, "Ey Fehr jamoati, ey Adi jamoati" deb to'liqil turdi. Ular upul-tupul chiqib to'plashdi. Chiqolmaganlari nimish bo'lganligini uqib kelish uchun odam avatdi. Abu Lahab va boshqa Qurayshlarmi keldi. Payg'ambar alayhissalom aytib qo'yganlarcha, agar men sizlarga bu jilg'ida askarlar hujum qilmoqchi bo'lyotidi desam, "Men ishonamsizlar" deb so'ragan edi. Ular, "Ha, biz sening yolg'on aytganligini ko'rib boqmadik" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, "Undaqda men sizlarni qattiq azobdan oldin ogohlantirmoqchiman" degan edi. Abu Lahab, "Voy balo takkir, sen bizni bugun mushu ish uchun chaqirganmiding?" dedi. Shu chog'da Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Amalda qurib ketdi. Uningga mol-mulki va erishgan narsalar isqatmadi. U lavildab turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Uning o'tin to'shig'i chiqib, ya'ni suxanchi xotinimi lavildab turgan o'tqa kirdi. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi degan sura nozil bo'ldi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safatiga chiqib, "Dushman hujum qildi" deb to'g'lagan. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Yaqin aqrabolaringni, samimiy do'st birodarlaringni ogohlantirgan" degan oyat nozil bo'lgan chog'da to'g'ladi. Nasoiyning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Yaqin aqrabolaringni ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey Quraysh xalqi, o'zinglarni Allohdan setib olinglar. Men sizlarni Allohning azobidan qutqiza olmayman. Ey Abdul Muttallib jamoati, men sizlarni Allohning azobidan qutqiza olmayman. Ey Abbos ibn Abdul Muttallib, men seni Allohning azobidan qutqiza olmayman. Ey Rasulullohning ammasi Safiya, men seni Allohning azobidan qutqiza olmayman. Ey Muhammadning qizi Fatima, mendan mol dunyo so'rasang so'rag'inki, seni Allohning azobidan qutqiza olmayman." İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan yana mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning yaqin aqrabolaringni ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lganda, butun Quraysh xalqini to'plab umumiy va yordam chaqiriq qilib mundaq degan: "Ey Ka'b ibn Lu'ay jamoati, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Abdushams jamoati, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Abdumanaf jamoati, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Bani Hashim jamoati, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Abdumuttalib jamoati, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Ey Fatima, o'zingni do'zaxdan qutqizgin, chunki men seni Allohning azobidan qutqiza olmayman. Faqatla sizlar tuqqan bo'lganliklaringiz uchun sizlarga rahim qila olaman."
Tirmizining sahih rivoyatida kelishicha, payg'ambar alayhissalom yuqorqidek umumiy xitob qilgandan keyin har biriga ayrim holda, chunki men sizlarga ya foyda ya ziyon yetkazolmayman degan. İmam Müslimning rivoyatida Qubaysa ibn Muhariq va Zuhayr ibn Amr radhiyallohu anhulardan mundaq rivoyat qilinadi. Yaqin aqrabolaringni ogohlantirgin degan oyat nozil bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'ning eng egiz Quram tashi ustiga chiqib mundaq deb to'lgan edi. Ey Abdumanaf jamoati, men ogohlantiruvchiman. Men xuddi dushmanni ko'rib jamoatni ogohlantirishga yugurgan va dushmanning o'zidan burun berib bo'lishini ansirab, dushman hujum qildi deb to'lgan chaqiruvchi o'xshayman. Abu Davudning sanadi Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Shoirlarga gumrohlar agishidu degan oyat nozil bo'lib, ko'p o'tmay bir qism mazmuni amaldan qoldirildi va faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'ygan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qiluvchilar uzoq qolmay qaysiga qaytarilgan biladi degan oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Said ibn Jubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Iralik bir Yahudi mendan Musa alayhissalom 2 muddatning qaysini tamomladi deb so'ragan edi. Men uqmayman, musulmonlarning allomisini so'rab boqay dedim va Ibn Abbas radhiyallohu anhudan so'rasam, u Musa alayhissalom ham uzun, ham Shuayb alayhissalomga eng yaqin muddatni tamomladi. Allohning rasuli degan so'z biror so'zni qilsa, deginni va'ga yetkazib qoladi dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tag'i sohbat bo'lish oldida uningga la ilaha illalloh degan qiyomat kuni men senga guvohchi bo'lay dedi. Lekin tag'isi unimidi. Ko'p o'tmay Alloh taolo shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlarni obdan biladi degan oyatni nozil qildi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning sana Qur'onni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga qaytaradi degan oyat haqida, ya'ni Makka ga qaytaradi degan. Vazinning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning Allohni yod etish hammadan ulug'dir degan oyat haqida mundaq degan. Bendining Allohni tili bilan zikr qilishi katta amaldir. Kishining biror gunoh ishni qilmoqchi bo'lganida Allohdan qo'rqib, u ishni qilmay tashlavatgini, gunohdan qo'lini uzmay turib, Allohni til bilan zikr qilgandan afzaldir. Shuning bilan Furqon, Shuara, Naml, Qasas va Ankabut suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugidi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi biz tafsir bo'limini o'qiyotimiz. Bugun o'qiydiganimiz Rum, Luqman, Sajda va Ahzab suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Badr g'azoti mezgilida Rimliklar Farislar ustidan g'alab qilgan edi. Buningdan musulmonlar xushal bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolaning Alif Lam Mim Rumliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengadi. Ilgari va keyin ham ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda müminler Allah'ın birge yardımı bilan xushal bo'ladi degan oyatlari tilovat qilindi. Musulmonlar Rimliklarning Farislar ustidan g'alaba qilganligidan haqiqatan xushal bo'lishdi. İmam Tirmizining Hasan rivoyatida Niyaz ibn Mukram Aslami radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Alif Lam Mim Rumliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengadi degan oyat nozil bo'lganda Farislar Rumliklarni yengan bo'lib, musulmonlar
Rimliklarning farislarni yengishni umid qilardi. Chunki ularmi musulmonlarga o'xshash samoviy kitob ahli edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yardım bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam beradi. Alloh g'olibdir, mu'minlarga nihoyat mehribondir. Quraysh bo'lsa farislarning g'alaba qilishini yoqtiradi. Chunki ularmi Qurayshga o'xshash kitob ahli yoki oxiratga iymon keltirganlardan emas edi. Alloh taolo bu oyat nozil qilganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Makka ko'chalarida Alif Lam Mim Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi deb to'lashga boshladi. Buni anglagan ba'zi Qurayshlar Abu Bakrga: "Undaqda biz bog'lashayli. Sening armoying, ya'ni payg'ambar alayhissalom Rumluqlar farislarni bir qancha yil ichida yengidi" deydi. Mushaqqa pul tikishayli dedi. Bu pul tikish aram qilinishdan burungi voqea edi. Abu Bakr mushriklar bilan bog'lashib pul tikishdi. Mushriklar bir qancha yil degan so'z 3 yildan 9 yilgachadir. Biz aramizda hisoblab muayyan bir yilga bitishib olayli deyishdi. Va 6 yilga bitishdi. Rimliklar g'alaba qilib bo'lgacha 6 yil o'tib ketdi. Shuning bilan mushriklar Abu Bakrni kutib olishdi. 7-yil kirganda Rimliklar farislarni yengdi. Musulmonlar Abu Bakrni Alloh taolo bir qancha yil degan tursa, sen nima uchun 6 yil qilib belgilab olsan deb ayblashdi. Lekin shu chog'da nurg'un kishilar musulmon bo'lishdi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'aybning xazinalari 5 tur degandan keyin qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchadandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi, yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turuvchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir degan oyatni o'qigan. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Alloh taolaning ularning yonlari o'rin ko'rpida yiroq bo'ladi degan oyati xubdan deb atilgan namozni kutib turganlar haqida nozil bo'lgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Alloh taolaning ularning yonlari o'rin ko'rpida yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kech ibodat qilib ozuqlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uning duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi degan oyat haqida sahobalar shom bilan xubdan aloqada namoz o'qib o'ltirishadi degan. Hasan Basri kechida tahajjud namozi o'qiydi deb tafsir qilgan. İmam Müslimning rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Alloh taolaning ularning tavba qilish uchun biz ularga cho'qim eng chong azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqin azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz degan oyat haqida mundaq degan. Oyatdagi yaqin azob dunyodagi musibatlar, rimliqlarning g'alaba qilishi, Badrda qattiq qirilib ketish yoki tutundir. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning azodgarisi Zayd ibn Harisani Zayd ibn Muhammad, ya'ni Muhammadning o'g'li Zayd deb chaqirdik. Keyin ularni atalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida eng to'g'ridir degan oyat tushib, uni o'z atasiga mansub qilib chaqirishga buyurildik. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men har qanday mo'minga dunyo va oxiratda ega bo'lishga eng haqliman. Xohlasanglar, payg'ambar mo'minlarga ularning o'z nafslaridan chaqirdir degan oyatni o'qinglar. Shunga qanday bir mo'min mol dunyo qoldirsa, yaqin tuqqanlari olsin. Kimki qariz yoki yetim misr qoldirib ketsa, mening oldimga kelsin. Ularga men ega chiqaman. İmam Buxariyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekishib qolgan, yuraginglar og'zinglarga qoplashib qolgan kun degan oyatdagi kun Xandak kuni edi.
İmam Buxariyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Zayd ibn Harisha dardini to'kib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ayolingni qo'yib bermay uy tutqin. Allohdan qo'rq degil turdi. Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiy qilingan narsadan birarni yushirgan bo'lsa, mush oyatni yushirgan bo'ladi. Zeynep radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollarining oldida faxrlangan holda Bismillahirrahmanirrahim. Rum, Luqman, Seyda ve Ahzab surelerining tafsiriga aloqador sayyirislar davomi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Zayd ibn Harisha dardan to'kib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ayolingni qo'yib bermay uy tut, Allohdan qo'rq degil turdi. Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiy qilingan narsadan birarni yushirgan bo'lsa, mush oyatni yushirgan bo'ladi. Zeynep radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollarining oldida faxrlangan holda, sizlarni oilanglar yatliq qilgan bo'lsa, meni Alloh taolo 7 qat osmon ustidan yatliq qilgan deydi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan chaqda men 10 yoshda edim. Anam meni davomli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatiga solatdi. Shunga men payg'ambar alayhissalomga 10 yil xizmat qildim. Men 20 yoshga kelganda payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketdi. Hijobning farz bo'lishi haqida oyat tushishga sabab bo'lgan voqealikni hamda obdan bilaman. Bu oyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jahshining qizi Zeynepga uylanib, uning bilan bir hujraga kirgan kechasi nozil bo'lgan bo'lib, ertasi saharda payg'ambar alayhissalom jamoatni tamoqqa chaqirdi. Ba'zilar tamoqni yeb chiqib ketdi. Lekin ba'zilari hali bir vaqtcha payg'ambar alayhissalomdan paranglashib o'tirdi. Payg'ambar alayhissalom ularni chiqib ketsin degan maqsadda sirtqa chiqdi. Menmi billa chiqdim. Mang'an edi, menmi mangdim. Oyshaning hujrasining oldiga kelib, endi uydagi kishilar chiqib ketgandi deb o'yladi, keyin qaytdi. Menmi billa qaytdim. Lekin kishilar Zeynep bar uyda o'rinlaridan tavrinmay o'tirib paranglashib o'tadi. Buni ko'rib orqaga qaytdi, menmi uning bilan billa qaytdim. Yana Oyshaning hujrasining oldiga kelib, endi uydagi kishilar chiqib ketgandi deb o'ylab qaytdi, menmi billa qaytdim. Kirib qarasak, kishilar chiqib ketgan ekan. Payg'ambar alayhissalom o'ttirimizga parda tortib qo'ydi. Ana shu chaqda hijob haqidagi oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning yana bir rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Hijobning farz bo'lishi haqida oyat tushishga sabab bo'lgan voqealikni hammada obdan bilaman. Hatto Ubay ibn Ka'b bu vaqtda mendan so'raydi. İmam Buxariyning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zeynep radhiyallohu anhaga uylangan kunning ertasi anam Ummu Sulaym menga payg'ambar alayhissalomga bir narsa qilgan bo'lsak dedi. Men shunday qilayli dedim. Anam xurmo, seriqmay, pishloq qatorliqlarni aralashtirib bir qozon taom tayyorlab uni mendan avatdi. Taomni ilib payg'ambar alayhissalomning yoniga borsam, taomni qo'yib jamoatni tamoqqa chaqirgan deb bir necha kishining ismini atadi. Keyindan kimga yo'qsang shuni chaqirgan dedi. Men topshiriqni o'rnab qaytib kelsam, uy odamga liq to'shib ketibdi. Payg'ambar alayhissalomning qo'lini taomning ustiga qo'yib, bir muncha duolarni o'qiganligini ko'rdim. Duodan keyin odamlarni o'ndan chaqirishga boshladi. Kirganlarga Allohning ismini atanglar, ya'ni bismillah denglar. Har kishi o'zining oldida yesin deb topildi. Jamoat taomdan to'yg'icha yeb qaytishga boshladi. Lekin bir qanchasi taom yegan yerda o'tirib paranglashib ketdi. Men ularning chiqib ketmay o'tirishdan siqilishga boshladim. Payg'ambar alayhissalom boshqa ayollarning hujralari tarafga chiqib ketgan edi. Men keyindan chiqib, ular chiqib ketdi deb xabar qildim. Zeynepning hujrasi qaytib kelib perdan tushirdi. Menmi o chaqda texi hujraning ichida edim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey mu'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoqqa chaqirilgan vaqtinglarda kiringlar. Boshqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirilganda kiringlar-yu, tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin paranglashib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamoqdan keyin paranglashib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytish sizlardan xijil bo'ladi. Alloh haqni aytishdan xijil bo'lmaydi" degan oyatni o'qidi. İmam Müslimning rivoyatida Al-Jadiddan mundaq rivoyat qilinadi. Men Anas radhiyallohu anhudan ular qancha kishi edi deb so'rasam, u 300 atrofida dedi.
U yana mundaq dedi. Kişiler ondan bulup kirip toyuğa çeyip çıkıp ketdi. Keyin Peygamber aleyhisselam bana tamaklarını elivetken dep buyurdu. Men tamaklarını elivettim. Lekin tamakның elip kelgen vaqtimdakidan köp yoki oz ekanligini bilolmadim. İmam Buxoriyning rivoyatida yana shu voqelik haqidagi bir rivoyatda mundaq deb kelgan. 3 odam uyda paranglashib o'ltirib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ularning chiqib ketish uchun uydan chiqdi va Oyshaning hujrasiga berib, "Ey ahli bayt, salomatlik va Allohning rahmati sizlarga yor bo'lsin" dedi. Hazrat Oysha mo, "Ey Rasululloh, salomatlik va Allohning rahmati senga yor bo'lsin. Yangi kelin bilan chiqishib qoldingmi? Alloh senga barkat ato qilg'ay" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom hamma ayolning hujrasiga kirib, Oyshaga aytgan so'zlarini aytdi. Ularmi Payg'ambar alayhissalomga Oyshaning aytgandek javob berdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Hisham dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Xavla binti Hakim o'zini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga baxsh etgan, ya'ni o'ylanish taklif qo'ygan ayollardan biri bo'lib, Oysha radhiyallohu anha vaqtda ayol kishimi o'zini baxsh etamdi degan edi. Keyin Alloh taolo ayollaringdan xohlaganning navbatini orqaga sursang, xohlaganing bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Vaqtliq ayrılıp turgan ayollarından biri bilen hem töşek bulmakçı bolsan, sana hiç günah yoktur degan ayetini nazil kıldı. Ayşe radhiyallohu anha mundaqdaydı. Bu ayet nazil bo'lganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Parvardigarning sen arzu qilgan narsani bekmitiz ijobat qildi ekan-a dedim. İmam Buxoriyning rivoyatida Ayşe radhiyallohu anha mundaq degan: "Ayollarыңdan xohlaganingning navbatini orqaga sursang, xohlaгаning bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Vaqtliq ayrılıp turgan ayollarыңdan biri bilan emtijak bo'lmoqchi bo'lsang, sana hech gunoh yo'qdir" degan oyat nazil bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom qaysimizga navbat kelgan bo'lsa, shuningdan ijozat so'rab boshqa biri bilan qo'nib qolatdi. Men ravi Oyshadan "Sen nima deytding?" deb so'rasam, u mundaq dedi: "Agar ijozat bir huquqi menda bo'lgan bo'lsa, seni hech kimga o'tnib berishni xohlamaydim. Xohlagan bo'latdim" deydim. Nesai'ning sanadi sahih rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vafotidan burun o'zi xohlagan har qanday ayolga o'ylanishini halol qilgan edi. İmam Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari hojat qilish uchun kechalari manasi deb ataladigan hojatxonaga chiqadi. Ömer radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayollaringni hijoblag'in deydi. Lekin Payg'ambar alayhissalom undaq qilmadi. Bir kuni Savda binti Zam'a radhiyallohu anha xubdan vaqti bilan sirtga chiqdi. Savda egiz bo'yliq ayol bo'lg'achqa Ömer uni ko'rib tunib qoldi va ayollarning hijoblanish haqida maxsus oyat nazil bo'lishini umid qilgan holda, "Ey Savda, seni tunidiq" deb to'g'ladi. Shuning bilan Alloh taolo hijob oyatini tushirdi. İmam Müslimning rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni Savda hijob oyati tushib bo'lgandan keyin yana jihad qilg'isi chiqqanda Umar radhiyallohu anhu uni ko'rib qoldi. Savda tembel ayol bo'lib, bo'yi hammamizdan egiz edi. Shunga boshqalar uni bir qarab tunanglatdi. Umar radhiyallohu anhu uni tunib qolib, "Ey Savda, Allohning nomi bilan qasamki, biz seni yana tunib qo'yapmiz. Shunga sirib chiqqanda diqqat qilgan" dedi. Savda mundaq dedi: "Men darhol kelinimga qaytdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hujramda kechqurun qayotgan bo'lib, qo'lida bir tal so'mak bor edi. Hujraga kirib, "Ey Rasululloh, men hojatga chiqqan edim. Umar mundaq dedi" dedim. Dal shu paytning o'zida Payg'ambar alayhissalomga vahiy nazil bo'ldi. U qo'lidagi so'makni tek qo'ymagan edi. Vahiy to'xtagandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sizlarga ruxsat berildi. Hojatlar uchun sirq chiqsanglar bo'ladi" dedi. Hisham ibn Urva mundaq deydi: "Ya'ni tarif qilish uchun sirq chiqsanglar bo'ladi" demoqchi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bani Isroil qip yalang'och yo'natdi va bir-birining avatiga qarashatdi. Musa alayhissalom bo'lsa o'zi yolg'iz yo'natdi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Musa pordoq bo'lg'achqa yolg'iz yo'yindi" deyishatdi.
Bir kuni Musa alayhissalom yuyinmoqchi bo'lib, kiyimini bir toshning ustiga qo'ydi. Tosh uning kiyimini ilib qochdi. Musa toshning keynidan, "Ey tosh, kiyimimni qaytarib ber" deganicha qo'llab mangdi. Shu paytda uni ko'rib qolgan Bani Isroil xalqi Allohning nomidan qasamki, Musaning vujudida hech qanday nuqsa yo'q ekan deyishdi. Tosh to'xtagandan keyin Musa alayhissalom kiyimini elib toshni urishga boshladi. Abu Hurayra mundaq deydi: Allohning nomidan qasamki, toshning 6-7 yerga Musa alayhissalomning urgan izi chiqib qolgan. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musa bedeni ochiq qo'ymay yo'gab turadigan hayoliq kishi bo'lg'achqa hech yeri ko'rinib qolmaydi. Bani Isroildan ba'zilar uning azor qilib, uning terisi kasal bo'lg'achqa bedenini yopadi. Ya oq kasal, yoki purdoq va yoki ma'lum bir aybi bor deyishdi. Alloh taolo Musa alayhissalomni ularning tuhmatlaridan oqlashni iroda qildi. Bir kuni Musa alayhissalom kiyimlarini bir toshning ustiga qo'yib, o'zi yolg'iz yuyindi. Yuyinib bo'lib kiyimlarini elish uchun toshning yoniga kelgan edi. Tosh uning kiyimini elib qochdi. Musa asını elib toshning keynidan, "Ey tosh, kiyimimni qaytarib ber. Ey tosh, kiyimimni qaytarib ber" deganicha qo'llab yurib, Bani Isroillik bir top kishining yoniga kelib berib qoldi. Ular Musani yalang'och, Alloh yaratgan eng go'zal suratni ko'rdi. Shuning bilan Alloh Musani ularning degan ayblaridan aqladi. Tosh to'xtadi. Musa kiyimini kiyib olgandan keyin toshni asli bilan urishga boshladi. Allohning nomi bilan qasamki, toshning 3 yoki 4-5 yerga Musaning asli bilan urgan izi chiqib qolgan. Alloh taolaning: "Ey mu'minlar, sizlar Musaga azor qilgan kishilar, ya'ni Bani Isroillik bo'lmanglar. Alloh Musani ularning aytganlaridan, ya'ni tuhmatlardan aqladi. Musa Allohning dargohida obro'li edi" degan oyati mush vaqalikni izohlab bermoqda. Shuning bilan Rum, Luqman, Sajda va Ahzob suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar tugadi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bölümünü oqiyotimiz. Bugun o'qiydiganimiz Saba, Fatir, Yasin, Saffat, Sad va Sumar suralarining tafsiriga aloqador sahih hadislar. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Farva ibn Musayk Muradi radhiyallohu anhuning undaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Ey Rasululloh, men qavmimdan musulmon bo'lganlarga boshchilik qilib, musulmon bo'lmaganlarga qarshi urush qilaymi" desam, Payg'ambar alayhissalom urush qilishimga qo'shildi va meni qo'shinga boshliq qilib tayinladi. Men uning huzuridan qaytib chiqqandan keyin, "Haliqi G'atafalliq qani?" deb men so'rabdi. Huzuridagilar mening chiqib ketganligimni aytgan ekan, orqamdan odam o'tib meni qaytarib keldi. Huzuriga qaytib kirsam, Payg'ambar alayhissalom bir qancha sahoba bilan o'tirgan ekan. Menga "Qavmingni islomga da'vat qil, musulmon bo'lganlarni qabul qil, musulmon bo'lmaganlarni bo'lsa, men sana bu haqda buyruq qilmoqchi bir taraf qilishga oldirma" dedi. Ondan keyin Saba qabilasi haqida bir oyatlar nozil qilingan edi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, Saba degan nima? Bir yerning ismimi yoki bir ayolningmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "U yerning ismi emas, bir ayolning ismi emas, balki arablardan 10 balaga ota bo'lgan bir odam bo'lib, uning o'g'illaridan 6si Yaman tarafga, qolgan 4i Sham tarafga berib yashagan. Sham tarafga berib yashaganlar Lahm, Juzam, Ghassan va Amila qatorliqlar. Yaman tarafga berib yashaganlar bo'lsa Azd, Ash'ariylar, Himyar, Kinda, Muzhij va Anmarlardir" dedi. Bir odam: "Ey Rasululloh, Anmar kimlar?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Xasam va Bujayla qabilalari mansub bo'lgan qavm" dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh osmonda biror ish hukm qilsa, farishtalar xuddi tosh ustiga tushgan zanjirning ovozidek jarangliq anglangan Allohning so'ziga bo'ysunganliklarini ifodalashib, qanotlarini qiqishadi.
Ularning qo'rqib ketgan qalblaridan qo'rqinch ko'tarilib ketganda, Rabbinglar nima dedi deb so'rashdi. Ular, ya'ni muqarrab farishtalar so'rg'uchilarga javoban, Allah haq so'zini dedi. Allah üstün ve büyüktür deydi. O'g'irliqchi tanışg'uvchilar, jillar uni anglab oladi. Sofyan o'g'irliqchi tanışg'uvchilarni qo'li bilan sifatlab bermoqchi bo'lib, mushuningga o'xshash biri yana birining ustida deb o'ng qo'l barmoqlarining oraliqlarini ochib, bir-birining ustiga tikladi. Ba'zida tanışib olg'uchi anglaganlarini hamrohiga deb berishdan ilgari ko'ydirgich yulduz kelib uni ko'ydirib o'tadi. Ba'zida tanışib olg'uchi anglaganlarini ostidagi aytib berguchilik ko'ydirgich kelmay qoladi. Ostidagi aytib berib, oxiri uni zamonga yetkazadi. Sofyan rivoyatida oxiri zamonga tushadi degan. Andin u sehrgarlarga yetkazadi. Sehrgar uningga 100 yolg'onni qo'shadi. Osmondan anglangan bir so'z sababidan uning deganlaridan birisi to'g'ri chiqib qoladi-da, uni anglovchilar u paloni kuni mundaq bo'lganligini, pustoni kuni mundaq bo'lganligini aytgandi. Darvaqa shundaq bo'ldi emasmi? deyishib, sehrgarga ishinib ketishdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah Taala vahiy qilganda osmondagilar osmondan safo tig'ida zanjir surilgan jarangliq ovoz anglaydi-da, qo'rqinchdan o'shidan ketadi va toki Jibril kelganga qadar shundoq qoladi. Jibril kelganda dillaridan qo'rqinch ko'tariladi. Ondan ular: "Ey Jibril, Rabbing nima dedi?" deb so'raydi. Jibril: "Haqni dedi" deydi. Ular: "Haqni deydi" deyishadi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qiluvchidir, ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttiraldir, ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi. Ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldiruvchidir. Ana shu katta marhamatdir degan oyat haqida ularning hammasi bir martabada bo'lib, hammasi jannatdadir degan. İmam Ahmedning bir qancha sanad bilan rivoyat qilgan bir sanadining ravilari Sayyidning ravilari bo'lgan rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Alloh azza va jalla ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qiluvchidir, ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttiraldir, ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldiruvchidir. Ana shu katta marhamatdir dedi. Yaxshi ishlarni qilib oldida manganlar jannatga hisobsizlik kiradiganlar. O'ttiral bo'lganlar yengil hisob ilinadiganlar. O'ziga zulm qiluvchilar bo'lsa, mahshargohga boshdan oxirigacha sulab qo'yiladiganlardir. Keyin Alloh taolo o'z rahmati bilan ularni qutuldirib oladi. Ana shular jami hamdu sana bizning g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Alloh marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda bizni hargiz jafo tortmaymiz. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz deydiganlardir. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bani Salama jamoati Madinaning bir chetida yashaydi. Ular masjidga yaqin yerga ko'chmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolaning biz shubhasizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga izlaringlar xotirlanadi, shuni ko'chmanglar dedi. İmam Buxariyning rivoyatida
Ebu Zer radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün petewatkan bir vaqtda menden "Künnün qaýeryn kirip gitadiganlygyny bilemsen?" dep sorady. Men "Bunu Allah we onuň elçisi bilen bildi" dedim. Peygamber aleyhisselam "O maňa